Assalamu alaykum aziz vatandaşlar, qadrli görürmenler. Hammanglarning yakshanbanglar xayrlik bolsun. Akademiya söhbeti programımıza hoş geldinglar. Ben Mag'firat Kamal. Bugün bütün Müslüman alimininki mübarek 3 aylardan biri bolgan Ramazan ayının 2. günü. Rozning 2. günü, roz tutuşga başladık. Hammanglarning roza ayinglarni tabriklayman, qutluk bolsun. Bu mübarek günlerde Hudayim tileklerimizni, dualarımızı kabul kılsın. Uygur medeniyet tarihideki yeni bir mühim tema bugünkü programımızdaki temisi boldu. Bizim mirasımız, milli tibabetimiz hakkında söhbet uyuşturduk bugün. Bugünkü söhbetninki aziz mehmini Uygur Tibabeti Vakfı'nınki kurucusu ve müdiri Profesör Mutallip Ali Hacı Emci efendim. Mutallip efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet. Allah razı olsun. Rahmet. Rahmet eytimiz. Uygur halkı uzun tarih ega bir halk. Hemmimiz bunu bilimiz. Parlak medeniyet yaratkan. İnsanlarınki özünün sağlamlığı bilen, özününki tən sağlığı bilen münasibetlik temalarda izlenişi nihayetde kadimki zamanlargacha sozulup ketidi. Uygurlarmı muşu jarayanda özü has bir sağlamlık metodu yaratıp tən sağlığa ve ruhi sağlığa ehmiyet berip kelgen Uygur milli tibabetininki tarihimi nihayetde uzun tarihga ega ve nurgun farklı metodlar bilen hazırgacha sistemalaşkan bir tibbi ilmi bolup günümüzgacha keldi. Muşu sahada tirishgan, muşu medeniyetimizni bugunlargacha ekegen bizninki nurgun alimlerimiz, bilim insanlarımız var. Muşlarning biri bugün mening mehminim boldu. Undaq bolsa Mutallip efendimning ağzıdan bizninki milli tibabetimizle münasebetli uçurlarını anglaylı. Mutallip efendim aldı bile özünüzü kıskıç tanıştırayotgan bolsanız, merhamet söz sizde. Selamun aleyküm. Aldı bilen Uygur Akademisi programımızga taklif kılganlığınız üçün sizge alayda rahmet eytimen. Andın bütün muhaciretki Uygurlarınki Ramazan'ını mübarekleymen. Men hem de üzerine kısaca tanıştırsam, ben aklımın kelsem, ben Xoten şehri doğulgan, aklımın kelsem dadam tibabet bilen şoğulanan olurken, şundan beri dadam geç, onu ügen geç, bir taraftan şu okuğan boldum mektepte. Otur mektepte fütügenden kin, 71. yıldan ta ki 75. yılgacha ula Xoten'ninki Çayxanı Mektep etrafında bir Milli Tibabet Birleşme Amatöryası kurup bir 18'lik tibip eşyada şu işini kılıyordum ben çeniqişe bağmay otur mektepte bitirgenden keyin şu doktorxanada da adamdan kasbiga varis qilish uchun o'rganishga başladım. 75 yılga kelganda u Birleşme Ambulatoriya Xoten viloyati Uyg'ur Tibabet doktorxonasi bo'lib devlet ilgili resmi ştatlık doktorxanaga aylandı. Biz şunu bilan verdiba 18 atımız bilan 18 bala, yani 36 adam bulup bu doktorxanaga çıkıp ketdik. Resmi devlet ştatı dedik kadr aylandık. Şu işlegençe biz hem daha şu doktorxanada dastlapta doğru yasaş, ondan keyin tibabet ügünüş, anamız için tibip buluş qatarlıq ben şöyle şu baş vraç olup işledim. 87. yılga kelgan vaqtida Uygur Tibabet Ali Texnikumu Xoten şehriniki şu doktorxonaning oldida qo'yilgan bo'ldi. Men şu doktorxonaga Uygur Tibabet Ali Texnikumuga ustozlarim bilan birga 6 kishi o'tkazib chiqib biz ders boshlagan bo'ldik. 87. yıldan 2016 yılgacha tamamen mishga chiqishi bo'lgan aralıkta şu Uygur Tibabet Ali Texnikumuniki ikimizde ders öttüm. Doktorxanaga bevosita qarashliq doktorxonada kasbiy xizmat bilan shug'ullangan bo'ldim. O'qish tariximga kelsam, men 83 yilga kelgan vaqtida ustozlikniki Uyg'ur Tibabet xodimlarini yuqori ko'tirish sinfida o'qidim. 83'ten 84gacha. 84'ten 86gacha Pokistonning Lahorda urdu tili o'rgangach Uygur maşo anane itibabette bilim aşıgan buldum. 87'den 88'gacha Ali Texnikum'nınki Uygur Tibabet Ali Texnikum'nun okutucu terbiye sınıfında okudum. 84. yıldan 87. yılgacha
işeyenninki mi şu Uygur nime içki kesel ve balığa kesellik kesbede garip tibabet okudum. 2089 yılı 98 yıldan 2010 yılgacha yeni şu işeyenninki Halmat Gopur yetekçiligide Uygur tibabet baklavorluk kesbede okugan boldum. Şunundan keyin ammen mektepninki şu ders tüzeş komite a'zalığıga bu Uygur tibabet dersini tüzeş ve onu işleş onundan okutuş başkuruş qatarlıq hizmetli bilen mektepninki şu memuru aparatlarga aralashgan boldum. Yani Uygur ilmi müdürlüğe, maun müdürlüğe. Ondan keyin Halmurat Kopar'ınki Ürümçideki Uygur Tababet İnstitütü'nünki şu birinci karar okuguçuların terbiyeleşke ders ötkülü aldım. Yani o beni profesörlüğe teklif kıldı. 2016 yıl kelgende bir şey çıktım. Ama arada Uygur Tababet Ali Teknikumu'nun 29 derslik bu işeyenninki Uygur Tababet 12 türlük derslikке yetekçilik kıldım. Hem yazış katnaşkan buldum. Ben muşunçilik tanıştırak ötey üzerinde. Bu eke geldikin bir vakit kurdunuz. Bu eke geldikin hem de bu Uygur Tababet tatkikat vakfi kurdum. Onu aldım ben maillimede Ankara'da Uygur Tababet doktorhanısı kurumuzda Türkiye hükümeti bilen Halmurat Gopur işeyendin. Bu bir toxtam imzalagan. Bu Ankara'nınki Kızılcahamam'da 24 dönemye elip şeye doktorhanını satqanğı biz toxtam imzalagan. Şu Halmurat Gopur'unki bir şeyde meni koyap aşağı doktorhanını kuruşqa. Aşı işte yetekçilik kılın dep kaldırıp koydu. Ondan keyin bu doktorhanınki uyaqdan çıkadigan iqtisadi çıkmay. O toxtab kaldı. Hem de bu doktorxana hazır mı? 8700 metrlik 6 qavatlik Uygur Tababet doktorxanası hazır mı? Ankara'nınki Kızılcahamam şehirde kat götürüp duruyordu ama onun gövdesi çıkıp bulalık. Adetki ince işleri hep kalgan, hazırga kadar kaldı. Bu onun meblağ sağan bizim kısas ilgileri çıkanmadı. Halmat Gopur uya getirip yatkan buldu. Şunu olan ben hem de bu yerde Uygur Tababeti için bir hizmet kılışım gerek, bir ömür kansıl ters oldu geldikin. Yani bu işten ben bir kılay desem, bu teşkili aparatı olması olmaydıken, şunun için Uygur Tababet tatkikat vakfı kurup, bu vakfınınki karmağıda biz ilmi cemiyet, Uygur Tababet ilmi cemiyeti kurduk. Uygur Tababet, Halkaralık Uygur Tababet muhakeme yığını açtık 2019-12 ayda. Ondan keyin bir san jurnal çıkardık. Hazır kadar hem de ben Uygur Tababet'te Uygurlarga 7 karar, Türklerge 2 karar, cemi 9 karar kurs açtım. Uygur Tababet terbiyeleş kursu. Hazır mı? O Türklerge açkan 2 karar, bir 8. karar, yine bir 9. karar, 2 kurs. Uygurlarga açkan büyük kurs, 3 kurs hazır mı devam kılıvatıdı. Nəhayət yaxşı oldu. Uyğur Milli Tababeti siz degen oxşaş bopmu 90-cı yıllardan keyin nəhayət tərəqqi qılıb yeni bir illik tədqiqat basqıçıga kirgendi. Texmi təşkillenip hemde ali mekteplerinde ders bolup ötülüş basqıçıga kirgen. Lekin yani her sahada boğanga oxşaş bu medeniyet mirasimizin beşiğine ait qara günler geldi. Halmurat Gopurga oxşaş yetişken adamlarımız hazır türmede akıbetinin qandaq boğanlığını bilmeymiz. Ama siz bir ege şu doktorxana kuruş vesilesi bilen kepsiz bir yerde o doktorxanını kurup sile ama hazır emdi turup kaptı. Lekin sizin tırışçalıklarınız bile ya ki muşu sahaga köngül bölüp atkan kişilerimizdeki tırışçalık bile bu doktorxanamızın mı Xudayın bir kurulup əməl eşip, işq eşip Avropaga bu Anatoliyaga bizningki medeniyetimizni, milli Tababet medeniyetimizni tanıştırgan yaxşı bir doktorxanalardan bolup gelişti. Men arzu kılma. Xudayın bir o günlerimi eriştire. Amin. Amin deylem.
Şimdi Uyghur tibabetining qaragan vaqtimizda shundaq qadimgi bir miras, qadimgi bir madaniyat deb o'ylayman men, chunki men qadimgi Uyg'urcha tadqiqot qilaman. Qadimgi Uyg'urcha bilan yozilgan ba'zi tekstlar qaraydigan bo'lsak, mushu akupunkturlik bilan munosabatlik, undan keyin Uyg'urcha tip tekstlari debmi nihoyatda hajmlik mushu Uyg'urlarninki tan sog'lig'i bilan munosabatlik mushu doktorlik sohasidagi mazmunlarni ichiga olgan tekstlar bor. Buni universitetlarda shu tadqiq qilib shunaqa qilyotidi. Ular meni nihoyat hayron qoldirgan, balkim mushu milliy tibobatning bir tarmog'i bo'lishi mumkin. Sizce bu milliy tibobatninki tarixiy kelib chiqishi, taraqqiyoti qaysi davrlargacha elib berishga bo'ldi? Qaysi davrlargacha boradi? Mushu tarix haqida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Tamam. Yani Uyghur tibabeti, şu hazır ben yukarıda Uyghur tibabetinin yeni marif vakti, yani Xoten'deki Uyghur tibabet Ali Teknikumu 87. yılı okuğucu kabul kıldı. Onun aldıda 82. yıldan başlap her kaysı tıbbi mekteplerde Uyghur tibabet kesbi Ottur Teknikum haletindeki marif yol koyulgan oldu. Ama onun aldıda 82. yıldan burun bu Uyghur tibabeti paketlenmen yukarıda dep ötkendek atı balığa yaki şagird ustazın ergişip ügünüş haletinde yani en usul bilen birbirimizge var kaldırıp en adetinde devam kılıp kelgenken. Hem de Uyghur tibabetinin şu 87. yılki kelgende resmi Ali Marif seviyesi köterilip onun ders kitaplarımız çıkan oldu. Mesela Uyghur Tibabat Ali Tekniku'nun 21. karar yani birinci evlat dersi 14 parçayı ikinci evlat onu şu asasta 29 parça kılıp işlep çıkargan olduk. 29 türlük. Kitapның en beşte bir cümle var. Yani bir abzas var diyelim. Ona da Uyghur tibabeti Uyghur halkınınki tarihten bu yan işte insaniyet dünyasının saklığına saklaş, kişiselliklerinin olduğunu eliş için evlatın evlatla doğanışıp gelgen hem emeliyetten elingan tecrübelerinin ilmiye yöne degen bir cümle var, abzat var. Onun da hem de şu 2500 yıldan artık tarihi ige davalaş, emeli davalaş tecrübelerinin ilmi yekûne degen cümle bizim dikkatimizi çekiş gerek. Yani biz bunun için 2500 yıldan artık tarihi ige. Onun için emeli davalaş tecrübelerinin ilmi yekûne degenimizde 2500 yıl buldu bunu başlangıcı degen. Hem biz bu şunu okuyuculara hem soğuculara, sual soğuculara bir izahlayıtkan bir sözümüz vardı onun. Mesela o kaçan başlangıç 2500 yıldan ilgili yok mu deyip sorsa onunla bu dünya insanlarınınki sağlamlık işleri insan dünyaya peyda bolgandan başlap insanın tabiatı da sağlıkka intiliş, kesellikten kaçış, uzun ömür körüş degen bu istek tug'ilma tabiatida bo'lganlikdan Adem alayhissalom dunyoga kelgandan boshlab inson o'zining sog'lomligini asrash uchun harakat qilgan bolaninki emchakni izlab og'zini ichishi og'ziga sap bo'lg'uchi ugatmasimi uni shumirib emishi bu insonninki sog'lomlik ishlariga qilgan harakatlari bo'lib hisoblanib toki cho'ng'a vaqtidami foydali narsalarni, ziyonli narsalarni, nimasi ziyon qilgan, nimasi foyda qilgan, qanday qilsa kasal bo'lgan, qanday qilsa kasal bo'lmaydigan holatlardagi diqqat qilgan kundan boshlab tibobat paydo bo'lgan deb izohlaymiz. Hamda insoniyat dunyoga kelgandan boshlab paydo bo'lgan bu tibobat hamda biz hozir 2500 yil deb qo'ysak, 2500 yillam tarixiga uning oldida yo'qdi degan bo'lmaydi. Shunga buni kısa izahlagan çağımızda bunda 3 basqıçqa bölüşki bolur endi. Birisi qadimki zaman basqıçı yoki qadimki zaman qismi desek, ikinci yaqinqi zaman qismi, üçüncü hozirgi zaman qismi deb 3 turga bölsek yaxshi o'tadi deb qarayman. Endi qadimki zaman qismi bo'lsa, Uyg'ur tarixi boshlangandan boshlab Uyg'urlar islom dinini qabul qilganga qadar bo'lgan oraliqdagi mushu davrni biz qadimki zaman davri deb qarasak bo'ladi. Hamda bu davrda asosan
Uyg'urlar mushu tibobatni paydo qilgan yoki paydo qilish harfisi bo'lgan yoki mushu Uyg'ur tibobatiningki ya'ni falsafa asosi bo'lgan 4 cho'ng modda ta'limotini barliqqa keltirgan endi. İkincisi, bular şu davalaş jihatga ilgari o'tgan ham hozir şu zamanlarda tekrar tecrübeden o'tgan usullarni, tecrübelerini, reseptlarni, diagnoz qo'yish usullarini bir-biriga nima qilgan, o'tkazib bergan endi. O'tkazib berganda qanday qilgan desalar, masalan, Uyg'urlar qadimgi zamonlarda shaman diniga, Budda diniga e'tiqod qilgan, biz hamda 2500 yilda desek, masalan, milodidan 500 yil keyinga yondursak, Uyg'urlar Budda diniga e'tiqod qilgan davrga yonamiz. Budda diniga e'tiqod qilganda bunda bir ish bor ekan. Biz uni nimadan materiallarni ko'rdik, aniqsiz ma'lumotlarga. Hindistonning ba'zi materiallarida shu narsa bor. Uyg'urlar nima qilgan, davolagan kasalliklarni bir qumushga yozib, butning oldidagi idishga tashlagan ekan. Endi uni tashlashdan oldida Budda diniga e'tiqodchilar butdan sal so'g'ib qolgan, uning e'tiqodi suslashgan, undan gumonlangan holatlarda uni chingitish uchun buddistlar xalq ichidagi fan texnika odamni qoyil qilgudek bilim yoki shunday oltin belgisiz jumlalar mayli qaysi sohada bo'lsin, adabiyot sohasida bo'lsin, tibobat sohasida bo'lsin yoki iqtisodiy sohada bo'lsin, hammani top yezib qumush boshqa nimaga yog'och taxtaylarga yezib shu idishga tashlab qo'ysanglar sizning dunyo oxiratingni yaxshi bo'ladi deb ta'riflayotgan. Shuning bilan hamma odam o'zi bilganini shuni tashlayotgan, ham tashlamaganini bir guruh tashkillab xalqning og'zidagi shunday oltin belgisiz gaplarni yig'ib shu idishga tashlayotgan hamma yerda. Hamda o Budda dininki butxonalari odatda yezib qishloqlardan tortib noya, bozor, shaharlarda hammada butganda endi hammasini tashlab bo'lgandan keyin eng oxirida yana Uyg'urlar ichidagi aqlli bir kishilar chiqib barliq butning oldidagi shu nimani idishni yig'itgan. Uning yig'ishdan oldida uni aniq sap qo'yib, indan keyin birisi kasal bo'lib qolsa, shu butga bir tevinib bo'lgandan keyin o'zining sovg'a salomlarini berib bo'lgandan keyin butning oldidagi idishdan bir qumushni oladi ekan. Uni nima yozilsa shuni ijro qilgan. O kasalga udul kelsa saqitgan, kasalga udul kelmasa eg'irlashitganda kasal. Shuning bilan buning udul chiqish nisbati tug'ansir uning ko'payishiga ergishib, o qumushningki udul chiqish nisbati tuvallab ketayotganda, tuvallagandan keyin Uyg'ur ichidan chiqqan ziyolilar buning hammani bir yerga yig'lab, buni bir sistemlashtirib qonunga yaratganni bu tarafga, ayollar bilan munosabatlikni bu tarafga, sahiya bilan munosabatlik, o haq talab davo qonuniga munosabatlik deb hammani sistem bo'yicha ayirib, butxondagi butninki oldidagi qo'ygan idishnimi ayirib yana. Bu butning o'ttirda 4-5 ikki yonda 20si 40 odam butganda, 40 dona but o'tgan. 40 yerga taqsim qilgandan keyin bu sahiyaga mas'ul yoki davolashchilarga yetakchilik qiladigan butning oldiga hamma davolash reseptlari tibobatning asosi nazariyalariga oid uchurlar hammasi yig'ilgan. Yig'ilgandan keyin buni bir kitobcha holatiga egalli deb, shuni kitobcha holatiga egagan vaqtini biz 2500 yil oldi deb mushunga qiyosan 2500 yillik tarixiga degildik. Hamda ba'zi o'qituvchilar ham ba'zi materiallarda 4000 yillik tarixiga, 3000 yillik tarixiga degan bunda nimalarga uchraydi mazmunlar. Bu bir. Ikkinchi, biz Uyg'urlar shu nimada 4 cho'ng modda ta'limotini yaratishda yoki barliqqa keltirishda alohida unumga ega yoki alohida kuch qolgan bir millat hisoblanamiz. Hamda masalan 4 cho'ng modda mush an'anaviy tibobatninki yadrosi bu. Chunki buning felsefe asasında dünyani Allah Teala şu 4 cho'ng moddadan yaratgan, yani quyosh, o't demekçi, hava, su, toprak. Şu 4 cho'ng modda dünyanın ham eşyası yoki dünya şu 4 narsadan yaratilgan, 4 narsadan ham eşya qilib turib yaratilgan degan bir cho'ng nazariya. Buning insonlarmi shuni ichida bor endi.
Anda oğandikin bunu insaniyet dünyasında Uygurlar tapkan, Uygurlar keşif kılgan dep bu malumatlar var. Endi buna nimaga asosan deydi desa, biz Uygurlarninki itiqad qilgan dini türü pek köp. Onun içinde şu künge itiqad qilgan quyoshni iloh degan tariximiz mi var? Mayli Budda dininin aldidagi bizim itiqad qilgan dinlarimizningki ichida to'rt cho'ng moddaninki har birini birdan iloh deb quyosh ilahi, kök ilahi, su ilahi, tuprak ilahi deb buni ayrı. Bundan başka mı nurgulları var ama yığıp ekegende bu tötni aşağı ilah deb itiqad qilib turib, onundankin bu ilah emasken deb dünyanınki ham eşyası iken, dünyanın aslidagi maddasi iken deb bu to'rt narsa asosida Uyg'ur tibobatining burunqi abayman degan Budda dinidagi din kelgan an'anaviy tibobat davolash usullari sistemiga kirgan vaqti ma to'rt cho'ng modda ta'limoti tepilgandan keyin to'rt cho'ng modda ta'limotining insonlar va boshqa shaylar bilan bo'lgan munosabati sistemlik holatda bir gavdaga aylangandan keyin Uyg'ur tibobatiningki nazariya asos shakllanib chiqqan. Shu asosda dunyo an'anaviy tibobat nazariyasi barliqqa kelgan hamdi. Şunun için biz onu 2500 yıllık tarihiga 3000 yıllık, bazı 4000 yıllık tarihiga deb şunda sözlep keldik. Hem yazıqlıq kitap qandı. Bu 3000-4000 yıl burunlardan itibaren süzülüp kelgen bir tecrübeler boluş mümkün. Hazırkı bizim kolumuzdaki bu sistemleşken milli tibabitimiz. Siz degендek muş kadimki Uygurca metinlerinin tekstlarınki tekstler qaraydigan bolsak, muş to'rt cho'ng modda bilan münasebetlik nurgun tushuntirishlar bar, har xil terminlar bar, tuproq, su, havo, o't bilan münasebetlik. Ondan keyin siz degenge o'xshash milodidan burunqi yillardan tortib ko'k tangri diniga mansub Uyg'urlar shu dunyodagi tangrini, ko'k tangrini, osmonni işengen, onun keyin toprak bu işinishda aytib muhim o'ringa ega. Bu insonlarning diniy e'tiqodlari, yaşagan coğrafiyalik ahvollar, insonlarga sungan bu coğrafiyaning imkonlari, bu yerdan nimalarni yalalaydi bular, qandaq iqlim, qandaq sovuq, issiq, bularning hammasi bilan shug'ullashib ketgan bir falsafani tashkil qildi. Shundaq bu milliy tibobatninki asosiy. Bularni qaraydigan bo'lsak, hamda sistemlik bir falsafasi bormi? Mush qadimdan tortib bizgacha kelgan shu bütün milliy tibobatninki tajribalari, ishlatgan dorilari, undan keyin e'tiqod tarafdagi ahvollar, bu faqat tan sog'lomlik emas, ruhiy sog'lomlikni ta'minlaydigan bir muhim bir vosita. Shunaqa bizning milliy tibobatimiz. Falsafa asosi nima? Şu milli tibobatimizniki falsafa jihatdan qandaq izohlaymiz? O qadimki Uyg'urlar yuqorida siz degandek shu davrdagi urf-odat va diniy e'tiqod, masalan bizning diniy e'tiqodimizda shaman dini bilan Budda diniga e'tiqod qilgan tariximiz uzunroq vaqtni egallayotganda, ammo shu mayli shaman diniga e'tiqod qilgan davrimiz bo'lsin yoki Budda diniga e'tiqod qilgan davrimiz bo'lsin, şu aqidaninki tibobatga singdirgan natijasida bu to'rt cho'ng modda ta'limoti barliqqa kelgan. Yoki mushuni Uyg'urlar topgan deb qarashga bo'ladi. Chunki uni aslida u dunyoninki ham moddasi, dunyoninki ham ashyosini qanda biroqlam tepib bo'lolmaydi uni. Masalan, kun quyosh bo'lmagan bo'lsa, hayot bo'lmayotgan, yuruq bo'lmayotgan, o'simliklarimiz pishmayotgan, unmayotgan desak, aqsdan yo'q suv bo'lmasa taxim bo'lmaydi ekan, suv bo'lmasa u narsaning unishi mumkin emas ekan degandekin, havo bo'lmasa taxim u jonliqlarning hayot turishi mumkin bo'lmaydigan bir yerga keldi ekan. Ondan keyin tuproq bo'lmagan bo'lsa taxim bo'lmaydi ekan deb, eng oxirida bu to'rt moddaninki aslida diniy e'tiqoddan, Uyg'urlarninki urf-odatlaridan kelgan bir aqida, keyin eng oxirida islom bu nimaninki tibobatninki falsafa asosini, siz hozir so'rgan falsafa asosini bu to'rt modda ta'limoti
yaratdı emdi. Yani barlıqı keltirdi. Anda olgandan keyin bu gap o to'rt cho'ng modda ta'limoti burundan kelgan diniy aqida asosida kelgan bo'lg'ach bir tarafdan bu nazariya qismini mukammallashtirib Uyg'ur tibobatining nazariya falsafa asosini barliqqa keltirdik. Ammo o amaliyot qismini cho'g'amdi desa, amaliyot qismida men bayatdan degandek insoniyat dunyoga kelgandan boshlab tekrar tecrübeden ötken davalash usullari, diagnoz usullari. Mesela bir adamınki beş ağrıp kalsa, baş ağrıqınınki baytın aptaptı ketibetip boğallıqını. Aptaptı ketibetip ya uzun aptaptı işlegenlikten baş ağrısa, onun sıktın boğallıqını. Çünkü ağının da bize açık kün, hava, su, toprak degen şu 4 maddeni her biri birden keyfiyet bekitken Uygurlar. Mesela Uygur tibabeti deylemdi. Mesela künninki insanga kızıtış, yoki moddalarni qizitish va quritish xususiyatiga asosan uni quruq issiq dedi Uyg'urlar. Chunki quritqanlik uchun quruq, isitqanlik uchun issiq. Bu mantiqiga uyg'un bir şey hamda. Ondan sonunki namdiganligida asosan uni ho'l dedi, sug'utqanligiga asosan so'qoq dedi. Ya'ni uni yo'q narsani quruq issiq o'lsa, quruq so'qoq o'lsa demidik biz. Uyg'ur aqlli Uyg'ur xalqimiz muyna dedi. Tuprakma şunda kurtkalık için kuruk, soğutkalık için kuruk soğuk dedi. Demek havanınki nemliki var. Bu hem istidi hem nemleştirdi. Şunu öyle sık dedi. Demek bir yerde kuruk ısık, öyle sık, kuruk soğuk degen tört keyfiyet. Yani birbirine karma karşı olan tört keyfiyet barlığı geldi. Hem de onunki nemesi edilse yani közülen köylü olmayken tesiri bu. Hem de hadisle bunu felsefe asası degende o narsanın maddi tarafi vardı yana. Manevi tarafi. Hem de maddi tarafı nime var dese, maddi tarafı tutkulu utkan, köylü utkan narsa var. Onun maddesi var aslında. Hem de o maddelerninki birbirine koşuluşudun andın bir şeyi ya ki bir madde barlık geliyordu. Dep karaydı Uygur tibabeti. Şunun için o biz şu hazır chet elge çıkandan keyin özümüzdeki bu mizac hazırki to'rt cho'ng modda ta'limoti, mizoj ta'limoti, xilit ta'limoti degan bu gaplarimizningki bek cho'nqur ma'noga ega ham falsafa asosi var, hem mantiqsi var, bir cho'ng sistem ekanligini yana bir qatim tushundik. Chunki bizning millatimizning har qanday bir odamni ko'rib, yeydigan narsani issiq so'g'oq deymiz. Bu shundoq to'rt cho'ng moddaning ta'siri bilan issiq so'g'oqlikqa belgilangan desak, ha, shundoq. Siz bunu demişsiniz mi bilemem. Yumqaq soğuk, pil qarmot issiq deb biladi. Go'shtni issiq deydi. Shuning uchun qatiqni so'g'oq deydi deb hammani biladi. Ammo biz chet elga chiqqandan keyin xos turklar millatidan emas, boshqalardan so'rsak, men to'nglatquga samagan holatda edim. So'g'oq narsa yemam desa, men to'nglatquga samay selib bir narsa yemayman. Her daim isip yeymen deb böyle soğuk issiqni şu hazırki kolumuzda tutsak, ağzımızda tetsak, issiq olsa issiq, soğuk olsa soğuk deb düşünüverlerken, bunu uqturgulu bo'lmayotgan ma gapni. Biz hem de başkalarga anda biz Uyg'urga uqturgandek uqturamadik bu yerda. Uqturamagandan keyin bu Uyg'urlar odatga edemlemezken, bu Uyg'urning urf odatiga, diniga singib ketgan bir felsefe iken bu Uygur tibabetinin ki istiqlak nazariyse. İstiqlak nazariyse delmiş onu çıkalım. Hem de felsefe asası neme degende biz Kur'an-ı Kerim'e işinimiz hemimiz Müslüman. Kur'an-ı Kerim'de insan ne laydını yarattım deydi Allah Teala. Hem de laydını heykel yasap, heykel kurgandan keyin mında çekip bakkan, tak avaz çıkan kurgan haleti de onun ben canını verdim. Adem Aleyhisselam Esselamu Aleyküm deb dünyaya geldi dedi. Hem de Uygur tibabetinin de izahlayıp bunu desek, layın yoğuruş için çok suğuluş gerek. Toprakını layıklığı için su getirdi o. Suyla layıklığı onun dinkin, onun da heykel yasaydı. Heykel yasap boğan dinkin, onun da hava, künün nurdaki kızıklık özünün moleküller arkalık heykelge yetkizip onu kurtuldu. Kurtkan dinkin o insan bulup çıktı değil. Demek bir yerde insanın vücudu to'rt cho'ng moddaninki birikmesin, yani onun birleşişinin hasıl olan. Şunun için onun işi de insan vücudu da
Aşında issiq soğuk, höl quruq, quruq issiq, höl issiq, quruq soğuk, höl soğuk degan narsa hammasi bor. Onu biz mizaj deymiz. Onundan keyin bunun kesel buluşu, yemek içmeki hammasi 4 cho'ng moddadan barliqqa kelgan. Masalan, bizim yemekliklerimizin ko'pinchisi o'simlik, ma'dan, hayvondan kelgan. Endi uning asli ham eşyası 4 cho'ng moddaninki ta'siridan kelgan. Masalan, bir o'simlik unib chiqsa, bir yerdan giyoh deylik. Giyohning unishi uchun kunning nurining ta'sirini qabul qilish kerak. Uni qabul qilmay mumkin emas u. Onundan keyin suvning ta'sirini qabul qilish kerak, havoning ta'sirini qabul qilish kerak, onundan keyin tuproqning ta'sirini qabul qilish kerak. Uning ichida shu hozirgi fanda biz dunyoda 112 ilmini tuva desak, mushu 4 cho'ng moddaning ichida bor u. Bilakiyada emas u. Shu 4 cho'ng moddaning ichidagi 112 ilmini inson badanida hozir fan texnik tadqiq qilib 60 xildan ortiq bor dedi. Endi uning insanın vücudunda biz Uyghur tababeti bizim Abdülhamit Yusufacı ustazımız bir makale yazıp kap gitti ahirki ömürde. Uyghur tababetçiliğe yornulga kin o Şincan yaşlar yornulga köçürüp tarqıtıldı. Aşının düşünerek yapma. Biz Uyghur tababeti dünyanın ham eşyası boğan, insanlar ve hayvanların ham eşyası boğan 4 cho'ng moddani tapdık. Onu insan bilen bağladık. Issiq soğukni onun bilan bağladık. Ama hozirgi fan texnika onun 60 xilini inson vücudida bor dedi. Ama 120 bo'lsa 120, 112 bo'lsa 112 ilmning hammasi to'liq bo'lish kerak. Uni keyin topadi deb qolib ketdi-da endi. Demak, bu yerda dunyoni nima yaratgan bo'lsa, nimani xomashya qilib Alloh taolo yaratgan bo'lsa, ximiyada bir gap bor, moddalar yo'qolmaydi. Yo'q narsa bog'lab qolmaydi. O'zgaraydi u. Bir-biriga o'zgaraydi. Anda olgandan keyin bizning vücudumuzda 4 cho'ng modda inson vücudida bor. Uning ta'siridan barliqqa kelgan o'simliklarda yine shu 4 cho'ng modda bor. Uni mayli hayvon yesin, mayli inson yesin, inson va hayvonning badanida yeni 4 cho'ng modda bo'ladi. Masalan, yeni 4 modda bo'ladi. Masalan, insanlar biz go'sht yeymiz, saylarni yeymiz, meyve-çaylarni yeymiz. Bizim bedenimiz kirganda qon, sapro, balg'am, savdodan iborat 4 xilit bo'ladi. Bu 4 xilitga yine o'xshashlar, quruq issiq, ho'l issiq, quruq so'qoq, ho'l so'qoq deb biz mizaj bekitib oldik. Masalan, sapro xilitini quruq issiq deymiz. O tabiat dunyosidagi quyoshning badandagi vakili u. Shu quruq issiq uning tabiati. Qon xiliti deymiz, o qizil ranglik bo'ladi. O havoninki badandagi vakili. Balg'am bo'lsa, ho'l so'qoq deymiz, balg'am xilitini. O sununki, tabiat dunyosidagi suning badandagi vakili. Tuproq bo'lsa quruq so'qoq, bizning savdo xiliti quruq so'qoq, ya'ni tuproqninki badandagi vakili deymiz. Demak, bu yerda hammasi bir-biriga bog'langan. Onundan biz yegan narsaninki qaysi moddaninki ta'sirini jiq qabul qilgan, ko'p qabul qilgan yemeklikni yesa inson badani, shunga mos holdagi xilit paydo bo'ladi. Sapro xiliti quruq issiq narsani ko'p yesa, sapro xiliti badanda yuqorilaydi. Agar ho'l so'qoq tabiatdagi qitiq, olma deganga o'xshash ho'l so'qoq tabiatdagi narsalarni ko'p yesa, badanda balg'am xiliti ko'paydi. Köp paydo bo'ladi. Shuning uchun insonlar bu mizojini yemek içmek bilan tangshash, muhit bilan tangshash, anondan keyin dori bilan tangshash, ruhiy omillar bilan tangshash deb, shuni tangshash orqali badanning asli holidagi tangponlikni saqlash orqali kasallikning oldini oladi, Uyg'ur tabobati ham uni davolaydi. Endi bu tibobatning falsafa asosi Adem bedenini bir bütün gevde deb qaraydı. Yine Adem bedenini tabiat dünyası bilan bir bütün gevde qilib turib, ondan keyin tahlil qildi. Demak, bu yerda biz tabiat dünyası bilan ko'l, havo, suv, tuproqni undan yaratgan deblan tugitib o'tib, aqshi uzib o'tib, insonni yine boshqadan boshlayotgan, noldan boshlab, bunda emas. O dunyo ma 4 narsadan barliqqa keldi, undan necha ilmini to'si bor. 4 narsadan barliqqa keldi. 4 narsa davomli ximiyadagi o'zgarmas qonuniyatga asosan aylangandek bir-biriga aylanib turib, dunyoning shunday hayotlik shunday davom qiladi. Endi bizning insonninki inson bilan tabiat dunyosining munosabatini bog'lash,
tabiat dünyasındaki tötçon maddeni birbirine bağlaş. İnsanın işine kirgen vaktimizde tabiat dünyasındaki tötçon madde bilen kan, sepra, belgam, sevdadan ibaret xelitlerini bağlaş. O xelit bilen ekilip enandaki kuvvetini bağlaş, bedendeki kuvvetlerini bağlaş. Kuvvetlerini biz aşağı 3 gün 4 gün bilep çoğun cihetten 3 gün bilep bağlayımız onunla. Onun için onunla ekilip ruhunu bağlaş. Ruhi aletini onu bağlaş. Onun için onunla ekilip Adem bedeninin tüzülüşü ve fizyolojik hizmetini bağlaş. Onun için kişisel buluş sebeplerini bağlaş. O sebepten onun sebepni yokutuş arkalık davalaş usullerini bağlaş. Muşu arkalık insan bilen dünya bilen insan yemek içmek bilen insan bedenindeki helit aza tokulmu yüceyle bağlanıdı. Demek bir yerde bir o ne deyimiz hem de bu çağını onga aylandırsak mı bu çağı yeni bir yere verip tutuşup kalıdı. Sol aylandırsak mı yeni tutuştu. Hazırki pen teknik bilen kat'i tepişmeydi o. Felsefe bilen tepişmeydi o. Bu mentik bilen tepişmeydi. Mentik üçgen mükemmel sisteme ilgi olan bir tibabet bu. Hem de şu onun felsefe asası şu Allah oturuğa koygan İslam felsefesi bilen asasen birikken halet. Bir halette. Onun da güçlü yok demek yani. Tabiat bilen ziç birleşip ketkeşke bu etiqadqımı ters nima emas tepmeydi. Etiqadym amyam degen okşaş. Hiç bir cihetten mantiqigimi, logikigimi, ruhi cihetdeki bazı narsalarımı ve elbette etiqadqımı ta'tir tarafı yok. Doğru. Ziç birleşip ketken çünkü tabiat bilen birleşip ketken. Şimdi tabiat bilen birleşip ketken degen noktada Uygurlarning yaşagan yerini bilimiz, iklim cihetten qandaqligini bilimiz, onun için coğrafiyalik cihetten qandaqligini bilimiz. Muşu cihetlerden birleşip ketkeşke Uygurlar muşundaq bir millet ibabetini oturğa çıkara aldymy? Eger başka bir yer yaşagan bolsa qandaq bolatdy? Muşu yaşagan yeri, coğrafiyasi, onun için o dini etiqadlary bilen ziç münasebeti barmy? Buningdiki asaslyk amil şu coğrafiyalik amil dep etişke bolamdy. Buludu. Şunu biz mao nimeninki hazır şu anani tibabetninki kaçan payda olan ustazı kim degen bir mesele var mı de? Bununla bütün dünyada bulatma hazır Hindistan'da şu Yunan tibabeti de Yunan namı bilen bu atalıvat adamdı. Emniyette Yunan tibabeti, İslam tibabeti, Hindi tibabeti, Uygur tibabeti, Johi tibabeti degen bu tibabetler hazır kalkanı muşuklamdı. Yüzünki barlığını saklap kalan tibabetler muşu dünyada hazır. Hem de tunuydugan. Hem de muşu tibabetlerin hemmesinin köke asas cihetten bir yerden tutuşudu. Hazır ben degen felsefe asası bilen tutaşkan buludu. Hem de biz Uygurlar, şu Uygur tibabetininki yadrosu boğan bayqı tötçon madda yine kuyaş, hava, su, topraktan ibaret tötçon maddenin insan bilen ve dünya bilen bir gevdeleşken haletini bağlaştı ki asas olan yadros ne? Uygurlar tapkan deyişimizde siz hazır soğan sualga asasen degen gep bu. Mesela Uygurların tarihinde biz aşı tötçon maddini ve onundan başka nurgun narsalarni ilah süpütede tunup onu itiqat kılgan tarihimiz var. Bu birinci alaylıkımız bizdenki. Muş tötçon maddini biz taptık Uygurlar tepip Hipokrat'a soğuk kıldı ya ki Hipokrat bu Uygurlarınki muşu nemistin yine barlık keldigen muşu neziriyesin paydalanıp Yunan tibabetini barlığı keltüde dişimizde birinciden bizden itiqat kılgan dinimiz köp muşu tötçon maddımı şunun içinde ba. Biz aldılan ilah dep tunup onu aksın an ilah emesken bu emesken ma emesken dep köp ilahlık tarihimiz var. Bu biri. İkincisi bizimki coğrafiyelik ornumuzda tötbesli inik bir halet yerde yaşavatımız. Bizde anda etiyaz var yaz var, küz var, kış var. Bunun miktarı mı 3 kilogram belgili oturup 12 aynı 3'tün bile 4 beslet 3 aydılan bölünerli. Ama dünyanın başka yerlerde bizge okşaş anda 4 beslet inik olan
yana Uyghur tibbiyotini, an'anaviy tibbiyotni saqlab qolgan yana bir yer az uchar ekan. Hindistonga bordik, yerdimi pastda iniq emas. Yaz bilan yoz aralashib ketib qolgan, qish bilan kuz aralashib ketib qolgan, ikki fasl iniq bo'lganda qilgan bilan to'rt fasl iniq emas. Nimishqa buni iniq bo'lmasa, iniq bo'lishi bilan u nimaningki to'rt cho'ng moddaning nima munosabati bor deb so'rashi mumkin qarindoshlar. Endi biz o to'rt faslning hammaga Uyg'ur tibbiyoti abayqa mizojni bekitib bog'liq yana-ku. Masalan, yozning havosini biz quruq issiq deymiz. Yazning havosi 3 oy atrofida quruq issiq havo bo'ladi. Yani quruq issiq uçaqda. Şunu quruq issiqdan bo'ladigan kasalliklar ko'p ko'riladi deb kasalga mi bağlaymiz uni? Onun ustiga yani nimaga bağlaymiz desa, mesela doğruga bağlaymiz. Mush 3 fasl ichida chiqqan nima? 3 oy ichida chiqqan, 3 oy ichida mahsuloti chiqqan dorining ko'pinchisi, ammo hammasi emas, quruq issiq holatda bo'ladi. Chunki aşı uçağda quruq issiq havoning ta'sirini qabul qilganlik uchun aş yemekliklerimizmi, doğru dermeklerimizmi ko'pinchisi quruq issiq tabiatni o'ziga tushunmagan bo'ladi. Shuning uchun quruq issiq bo'ladi deb aşı to'rt cho'ng moddaga yana bog'liqlik bu. O pasliga bog'liqlik. Uni aqsin atiyazning havosi ho'l issiq deymiz. Chunki o atiyazda ho'l issiqdan bo'lgan kasalliklar ko'p ko'riladi. Ho'l issiqdan bo'lgan doğru dermekler ko'p chiqadi. Ho'l issiqdan bo'lgan yemek-ichmaklar, meva-chevalar ko'p chiqadi. Deb ma'noga bog'liqlik yana problem. Demek bir yerde bizning to'rt faslimizningki iniq bo'lganligi o tavasu tuproqdan iborat an'anaviy tibbiyotning yadrosi bo'lgan to'rt cho'ng moddani Uyg'urlar topgan deyishga biz haqliqmiz deymiz demakki. Bu ikkinchisi. Uchinchisi bizning o'rnimiz bu Sharqiy Turkiston hozir 10 davlat, 10dan ortiq davlat bilan hozirmi chegirdosh. Ammo ilgari Ipak yo'lini tutashtirgan tugun bu. Qashqa bütün Ipak yo'lini tutashtirgan tugun, uning ustiga ma'rif merkezi. Yana Qaraxonlar davrida ilm-fan merkezi. Bütün dünya bo'yicha yerga o'quvchi kelib, o'qigan, ham ashyoda tarbiyalanib chiqib, cho'ng mutaxassislarga aylangan. Bizning o o'rnimizning jo'grafiylik o'rni nihoyat muhim yerda. Ipak yo'lini tutashtirgan tugun. Onun ustiga savdo tijorat ashyodan o'tmay Yevropa, Osiyo qismiga ma'natgan yo'l shu. Andag'andan biz tugun o'rinda, chegara rayonida, aslında jo'grafiylik o'rnimiz alayda yaxshi bo'lgan bir yerda tug'anligimiz uchun butun dunyodagi madaniyat bizdan o'tib anketdi boshqa yerga. Biz uni qabul qildik, o'zimiznikini beytdik, o'zimiznikini yana shu akagan fan texnika, madaniyat akaganligiga yeni bitki qo'shib berib bütün dünyaya medeniyet taqatgan tariximiz var. Onu bütün dünya itiraf qildi. Bütün dünya itiraf qildi. Andag'andan keyin bizning medeniyet taqatganligimiz, jo'grafiylik o'rnimiz bilan munosabat qildi. Yeni dünya medeniyetine, dünya ilim-fanning sohasidan xabardor bo'lib turishimiz, yeni shu jo'grafiylik o'rnimiz bilan munosabat qildi. Undan keyin issiq so'q, quruq issiq, quruq so'q degan to'rt tabiatninki shu to'rt fasli iniq bo'lgan yerda bo'ldi. Onundan başka yerde olmaydı o. Turmuğu ki adam turmununki qiyinchiligini bilgandek, biz aş to'rt faslning iniq bo'lgan rayonda tug'anligimiz uchun u to'rt fasliningki qandoq ziyonli ta'siri va qandoq foydali ta'siri va insonlarga, yemek-ichmaklarga qandoq ta'siri va kiyim-kechak va kiyinish jihatda qandoq ta'siri va hammani aşağıda tumg'an odamlarga qaraganda biz bekbilimiz. Bizim milletimiz bekliyordu. Şunun için bizim milletimizin içinde mizajını bilmeydiğen hazır mı hiçbir adam yok. Hem adam ısık geldi, soğuk geldi. Soğuk gelmek dedim, ısık gelmek dedim ve biz tüylemezsek ulapmamız belki kesel göğüldüğün çığımızda. Hazır mı bu şeyde ben ayada dikkatimi çekmek dikeyim ama İstanbul'da kesel göğen yankı ben hazır 5-6 bin etrafında kesel köydüm de karayım ama şu 3-4 yıl yankı. Muş keselden içinde başta 30% Türk gitti. Hazır 70%'e çıktı Türk'ün ahvali. Uygur kelse Uygur'un kesini köken çıkardı. Ben üzerine memmu aşı tiyipnin kesini köken de istik kaldım çok. Adet ki Kur'an'ın Uygur Kur'an'ın kesini köken vaktımda tiyip benim kesbedişim gelip bana tiyisal köstü batıptı o diye hissiyatlı kelip oturman. Neymiş kadar bu Türk karindaşlarımız mizaj ilmige kelgen çağdan de bek unutup diken bu ne? Yama yiraklaştırıp bunu.
Aşo Osmanlı devrede bakken onun keyin bekkelik konuluk dep çekligen de aşırıttı mı? Muş mizacını, xelitni, kuvvet degen gapni qat içendi olamaydı bunlar. Bular neme dep keldi dese bular şu doktorga tekşirsem manımında dedi anda dedi menin bak kandı mavi artık avkam vitamin mineral madde tümür mis dep muşu gapni qilib keldi ular. Sinek degan gapni, kalsiy degan gapni qildi. Issiq sovuqdan, quvvatdan, xelitdan hech narsa yo'q. Endi muşundan kürilişki butkenki bizden Uygur tibavetini aslida şu felsefe asasını yaratkan biz Uygurlar çünkü onun coğrafiyalik ornu joylash o'rni bilan bevosita munosabatlik deb qarayman. Uningdan boshqa materiallarimi nurg'un shu Xitoy manbalaridan jiqroq bir narsa topa olganmiz hamda biz Uyg'urlarniki ilgirdan kelgan bir eyip desek bo'ladi yoki sal qarashib ekanda bizning tarix qoldirmayotgan yozma materiallar bek az. Hem bo'lsa-mu bizning qo'limizda emas, boshqa davlatlarga olib ketilib aşağıda saklangan bizmi Uygur tibavetli xadimleri haqqaslari şu til medeniyet tarix cihetlerde ham materialda sıkılıp qalgandek o aşınığı diki teşnalıqni qandıranmagandek bizmi şunda qandıranmay kelyapmiz. Muşuna manba yo'q. Xitoy manbalarida şu nimeden G'arbiy diyar deb aytgan ular. G'arbiy diyardan kelgan doğruluğun ismi deb Zemche Gungurot, enandan keyin avo iger qatorliq bir qancha xil do'rini, bir qancha 10 xil do'rini ashyadan akagan. Ularninki ashyadan bizning yutumizdan apagan hisobat xotirlarini yozib qolgan Xitoy manbalarida. Biz ashuningdan bo'lib bizdan doğru apib setib ekan. Bizga bu akab ekan. Masalan, kabobichini, cho'bichini degan chini ketgan do'rini avla akaglik bizdan ashunda ihbar xotani nima Qashqar uppisi degan ashna naslni ular olib ketib o'zining ashyo tijorat dasturlariga yozib qolibdi ekan. Biz ashyodan shuni ko'rib oldikki, biz shu jo'grafiyalik o'rnimiz bilan ham Xitoy manbalariga ham O'rta Osiyo musulmon davlatlariga biz shu madaniyatni taqatgan ekanmiz. Bu şu tibavet medeniyeti, onun başka nurgul medeniyetler var. Ama bu şu tibavetinin doğrulardan tatip hemen de biz takatkan kemiz. Ama bu şundan qaraganda bizning coğrafiyalik o'rnimizningki hozirgidek aslında tügündü bo'lişi bizninki shu tibavetga qo'shgan yoki dunyo tibavetiga, dunyo an'anaviy tibavetga qo'shgan töhfemizni kichik sanashga bo'lmayotgan deb o'yladim men. Gayet mühim ma'lumotlarni berdingiz. Hakikaten Uyg'urlarning nimasidan ahvoldan qaraganda siz aboy deganga o'xshash o'zini o'zi davolaydigan bir xil nimasi bor-da. Uyg'urlarning aloyidligi bor. Issiq keldi, sovuq keldi deb so'g'im eshib ketdi, issig'im eshib ketdi deb shundaq ota-onamiz shundaqdi. Bizda keyin men Turkiyaga kelgandan keyin his qildim, o'sha Turkiyada siz deganga o'xshash buni faqat tushunmaydi, tushundirish mumkin emas. Bularning hayotida yo'q ekan. Bu hamda belkim bu Türkler Anatolia'ya kelgandan keyin bu yerninki iqlimimi biroz aralashib ketgan uchun to'rt faslga oid aniq emas. Ba'zi yerlarda to'rt faslga oid aniq, ba'zi yerlarda asos ko'p yerlarda issiq hamda. Shundaq bo'lg'achqa balkim bu burungi an'analarni unutib qolgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman bu Anatoliyadagi ahvol. Bizning ham o'zimizni davolaydigan aloyidligimiz bor. Uyghur halkının cismani ve ruhi sağlamlığını qo'g'dashda o'ynagan roli qandaq hamda bizda nurg'un kasallarni biz chet elga kelgandan keyin uqdiq. Bizda undaq kasallar yo'q demaslan. Bundaq qarsam Uyghur xalqininki sog'lomlik jihatdan nihoyat yaxshilik, bek sifatli ekanchu badan sifati bor ekan Uyg'urlarninki. Nihoyat oson og'rib qolmaydigan. Keyingi vaqtlarda ham yemak ichmagimiz bulg'unib ketdi. Ruhiy holatimiz nihoyat nachar ahvolga kelib, nurg'un kasallar balkim bizde ko'rilgan bo'lishi mumkin, lekin chet eldagi ko'rilgan nurg'un kasallarni masalan biz uqmatdik. Mushu nuqtadan qaragan vaqtda Uyg'ur xalqining jismoniy va ruhiy sog'lomligini qo'g'dashda o'ynagan roli qandaq bizningki mush milliy tibobatninki? Bizning Uyg'ur tibobatninki u inson Uyg'urlarga ham emas, butun insoniyatga o'ynagan roli abay degandek masalan Uyg'urlar o'zininki
Özününki sağlamlığını saqlaşda tibbiyotga oid ilmlerden her kişi özününki ata-anasından, ailede mağı soğuk. Onu da sen zugan bakkalsa gelin ağıp kaladı. Bizim o küçük vaxtıda şu ata-analarımız aşkına deydiğen. Soğuk sonra ürtüp içmegen. Anda Asasen doktorga barmadık biz küçük bir vaxtlarda. yutum bitumidan içkilik. Degen gap bilen yoki zinva degan günah tarafga tortib turib desam o nima desa sog'lomlikqa oid narsani nima bilan tomoq qiziq tomoq yeb turib sovuq suv ichkilik emas. Börekte taş paydo bo'lib qoladi. Anda qilsang ko'z og'riqi paydo bo'ladi degandek gaplarni deb bizga singdirib o'tib ekan. Shunga urf-odatimizni singib qolganlikdan bu. Bizga nisbatan anda gaplar, savat xarakterlik gaplar çoğun bilinmekken miydi? Siz degandek hozir men bir şey chiqqandan keyin internetdan shu doktorlarningki, professorlarningki so'zlaganlarini anladim. Kichik bir masala hamdek. Masalan bizning qo'lingizni yumay, ko'zingizni ulumang. Ya ko'zingizni bek ulusangiz ko'zingizni olib qoladi degandek kichik bir gapni rasmiy mediaga chiqib cho'ng bir gap qatorida degandan keyin biz voy bu degan ata-onamiz bir ig'izdan gap bilan uqtirgan gapni uzun jumlalar bilan dedi bu deb qoldik hamda. Bu birisi. İkinci birisi bizim kitapxonalarımızda mesela körle Uyghur tibbiyot kitapları Muşu 2016-10 yıllığı kelgüçe bizim kitapxonanınki %50%ni igilep ketdi şeyde. Hem de mayaga çıksa bir cihazıdım yokken. Tibbiyotga ait kitap. Hemmeden tarih kitap bilen şu nima kitaplarca tilga ait kitaplar, felsefeye ait kitaplar, psikolojiye ait kitaplarca ama tibbiyotga ait kitaplar pek az kende. Hem de Uygurlarning şunundan kalığanda mesela Divan-ı Türk divanda yani Türk Dili Divanı'nda Uygur tibbiyotga ait 50'den artık keselinin namı var. 50'den artık doğrunun namı var. Biz işletip atkan doğrununki. Bu degen 10. asırda yazılgan bir kitap. Muş adetki bir kitapның özge tibbiyotda işletitga atalg'ulununki adetki deptime. Aşında bir çoğun dünyavi kitapның içige bizning Uygurda işletitgan doğrular ve keselliklerinin namının kirişi o halkımız içinde ne kadar umumlaşıp kalganligini bildirdi. Bu bir. İkincisi mesela nimede Kutatqı birlikte aşı yitqan, yemeydiğen, içidiğen, içmeydiğen, kılıdiğen, kılmaydiğen işler doğrusu nurgun nesli var. Aşı tibbiyotga ait biz hazır altını belgisiz gepler şu. Beyitli bilen dergilekler onu. Hem de umu şu devirde yazılgan kitaplar. Onun ki devirge kelsek Uygurlar mesela ruhi cihette biz hazır miyade siz degendek uçurmaytkan, biz anlap bakmagan keselini miyage çıkıp anladık. Mesela stres degen kesel veya yok. Depresyon diye yok. Ama didilişiş ruhi nirvacılık degende bir kitap gepli var. Ama o anda eğremez. Hem de umumuzluk yok da o. Nait hastanede gibi adamlar 4. doktorxanaga berip kalmasa kalgan adamınki kesile asas cihetten anda eğremez. Ruhi cihetten anda besim yok. O besim kaçan peyda oldumuş yakında peyda olup kaldı hem de. Ama cismani cihetten o mesela dihalının yanı bağın sır kesel yok. Biz açı vatanda dihalının yanı bağın sır kesel yok. Kadırının yanı bağın sır, baylağının yanı kelgen sır kesel yok. Nimiş o anda oldu dese ağlı en'anevi yemek içmek en'anevi oturup kopaş en'anevi badikelde kaidelerge bilip bilmeyi emel kıpya geldi iken o. Onun için onun da bizim aslındaki medeniyetimizde milli medeniyetimizde Uygurlarınki bu sağlamlıkını saqlaşma işçiге sınıp ketkenken, dinning sınıp ketkenге o'xshashlar. Din mi bizim turmushimizga chambarchas bog'langan sınıp ketkenken, onu biz bilmeptimizken miyaga chiqib bildik hamda. Bizim o zinva degan gapning bari dinimizdan, hadisdan, Qur'ondan olingan gapniki aslida. Hem de bizim şu sağlamlık işlerimi aslında sınıp ketkenga xalqimizning ichida uzun ömür ko'rtganlar mesela Yaponiyadan ne çıkıtım adam gelip aşı bizim mektepten adam biz bilen bir koşup bir Mansur neydi neymiş kızlar dese uzun ömür köygelerininki ne ziyaret kılıp aşının digen gaplardan bir faydalık bir çıkıp balam tikede aşını ziyaret kıldı. Mesela bizim ustazımız Turdacım Lop'un sampıldan 128 yaşlı ki kaza kılgan
Şunu ziyaret kılgan çağda ben Billi Bey'de yapıldılar. Siz nimiysiz dep sordu desapta. Nimiysiz dep soraptı men adetkiley tamak yeymen ama başkadan okşamaydigan bir tamakım. Et degende çokum umaç içimen dedi. Eğer umaç içemezseniz qanday qilasiz desa, zag'rini chilab, töpsini qaynoq suvni qilib, 10 minut qo'yib qo'ysam umaç yutu, ashuni yeyman agar imkoniyati bo'lmasa dedi. Andada umaçqa nima solasiz deb so'radi. So'rabdi, guli salaman, shu urukning gulisi, aqsdan chamg'u. Go'sht topolsa sotma bo'lmasa yo'q, yo'q. Ashuni olarlam yeyman dedi. Hem ashunga o'xshash birisi yemek ichmakda ular voy deb kulib ketdi onunga. Ondan keyin siz keyif qilamsiz deb so'radi. Ben hiç qanday keyif qilmagan, hozirmi qilmayman, burun qilmagan dedi. Tamaki, o neşter, nasa deytgan, hech qanday narsa yo'q endi. Yo'q. Ondan keyin yine so'rgan savoli, uyqungiz qanday debdi men et deganda, saq o'paman, akşamda baldır yatıman dedi. Ha, muşumu bo'lsa kerak dedi. Ondan keyin harakat tarafdan so'rabdi, men kechada qo'pab namoz o'qiyman. Kündüzlükte 5 vakit namazdan daim ürtüp okuydu. Aşı 128 yaş kelgan vaqtida o'ltirib qo'ymaydi hajimlar namazdan daim. Ürtüp namaz okuydu. Aşağıda sahifler joyida okuydu. Demek bir yerde o başka milletlenme ta'sirlangusidek bir holat bizde shakllangan, hatta uzun ömür ko'rganlarda bir kitap çıktı. Sahih neşriyatıdan. Aşağıda 120'ge yakın adamınki 100 yaşdan oshganlikda to'g'risidagi ma'lumot var kitapta. Aşının hepsi resimden çıkıyorlar. O adamın birinin aşı hazır ben degendek Uygur tibabetini üzü bilitqandagidek. Yani Uygur tibabetinin saqlın saqlaş, kesaliklerinin aldını eliş kaidelerine boysunup menğilgan adamlar şu. O cihetin. Andan keyin ruhi cihetde olsun mesela bu ruhi cihette anda sıkılıp qatqan, velikdek vaydap ketitqan iş yokken hemde. Köpünçe aşı uzun ömür kögelerde. Ula bir narsa ziyonliq narsani qilib solsa pushmon qilmayotgan. Andan keyin burun qilib solganiga pushmon qilmayotgan. Bundan keyin qitqiniga unda qattiq plan tuzib ketmayotgan, ammo planlayotgan uni iloji va qilmayotgan. Qilgan taqdirda buni qalbiga olib ketmayotgan, yuragiga, qonlarga o'tkazib etmayotgan. Bu bir taqdir ilohiyda mushta qilibmizkan Uyg'urlar. Bu tarafda yaxshi ekan. Masalan, mush chet elga chiqqandan keyin bildik. Ben Özbekistan'a bağdım, nimaga bağdım, başka devletlerime bağdım deyemdi. Aşağıda Özbekistan'da bana bir şeyler, mişad işleydiğim bir adam olsa, ben o dokunumun açıp versem, $1000 versem, ayda, mişakep, şu dükkan açkan olsa, Türkiye kurası olsa, Uygur olsa dep talep kıldı. Depti ben bu Özbekistan'da $150 adam degan saman dekkende iş yokken aşılgan. Bu miyadi $150 adam tutsa, sizler tamaqını örüp, yatıqını örüp, $100,000 vermen deyler, nemiş qanda deyler. Takın unusu sizler tunuyduğun bir adamın gebini qamay, men tunuyduğun adamını ap ketmekdesiler. Nemiş qan onu izleyler desem, Uygurlar yalgan etmeyken, kişinin hakkını yep ketmeyken, işencelik, dep şunda kılvatıdı. Ama o Afrika'ya altın kalıqlı getken Uygurlu var. Ulumu şunda. Yani $1000 verimen, tamaqını verimen, yatıqını verimen deydi. Şu Afrika'da yine başka Türkler, yine başka milletler, ordular, Araplar varken $100, $150 işleydiği samandek var. Onu işletmeyi demiş ki Uygur'un yapıyorlar. Hem de Uygur milletim asın pulunu demliya demekçi ben desem. Ulum aşağıda deydi. Okşaş. Biz onu iş sağlap alamayız. Altın kalağında çıkka altın kalap, nazaret kalap. Çünkü bu işenceler yep ketmeydi, yalgan etmeydi deydi. Demek bir yerde biz maddi cihette bizde anda ağır bir kesellik yok. Boğusuma anda hilap kamaklık, sağlamlık işlerine. Yine biz en mühimi ruhi cihette üzgü kilişlik işine aşkında işencelik dersi yukarı boğan işte kagallıktan bunu da ruhi cihette anda bir sağlamlıkla tesir editkan bir iş bulmalıkken değil mi Uygurlarda? Hem de hazırkı muşu bizge kelgen kelgülük hem de hazır vatandaki muşu adamın bir aram tutkan insaniyet dünyası kömügen bir zulümünü kögen bir millet oğalıkımızdan ama yakın yankısı muhacirette yine şu ruhi cihetki bizim ruhi cihetki bazı ciddilik ehvali Uygurlarda küllavatıda onu biz doğru kılavatımız ama aslında yok diye bu.
Yani şu an sizin hem de şu Uygurlarınki sağlamlığını saklashda Uygur tababıda qancha xizmat qildi degan savolinizga yeni bir narsa unutib qaptimi. Masalan, biz biladigan tarixdan 1912-yili Xotanda ağrıq salaq deb bir kesel taqaptı ekan. Buni Şinjan tarixiy materiallarniki 24-sonmi yo 17-sonmi bor bu gap. Şu kesel taqagan vaqtida yuqumluq kesel, nurg'un adam o'lib ketib, jasadlar ko'maksiz holatda qolgan. Hozirgi virusdan belki qattiq o'tib ketgan u. Bir 10 biqiniga jigani uduligi bir dona chiqandak minas chiqadigan 3 kundan keyin mushtak ulab 3-kuni vafot etgan odam. Uni dafn qilib bo'lgan odamga yo'qdi ekan. Shuning bilan haqli dafn qilmay tashlab qo'yib, keyin Angliyadan mushuni anglab chiqishar ariflar bilan kelgan bir grup doktor kelibdi ekan. Kelib Xotanning tepsiga kelgandan keyin qarasa jasadning o'chiq yotganligini ko'rib ketibdi. Bu bir yerda bo'lmayotgan bizning ishimiz. Bizga yo'qib qolgudek bo'ldi. Ketgandan keyin buni mush tiyiblar tavuz hem o şevet qaynatib orqali davolagan. Andan keyin uni do'rini musha tog'aga sulab isitgan ko'lga quduqligi tashlash orqali mush kasalning oldini olgan degan bir ma'lumot bor. Endi biz ko'rgani qarshi desilari 82-yili Xotanda jigar kizli taqidi. Vahshiy bir taqidi jigar kizli. O jigar kizildi mi yine ölemiyetim bek ko'p bo'ldi. Şununla devletin uni şu kesilinin tarafından yoktu bu. Çoğun taraftan. Çoğun tarafını Beijing'e apıp tekşirip yeni kelip mındakınla andakınla da hatta uburnuluğa şu eğiz bekittik. Tuvak. Çivini taklit etken bunu da hem öyle ki simto bekittik. Ama yeni şunda olsa mı kattık takidi anladığın ki Uygur tibabeti davaletimiz hep çıktık oturlar. Çıkkandı ki garip tibabetiga 100 kesel arif verse bizge 10 kesel arif emis davalap bakanlar davalayalsanlar andinkin silgima tengiten arif birle devletin kelgen pulunu an uçak taksim kıldı dedi. Biz aşağı çorba yazısı da bir davalaş punkte tesis kılıp bu şekilde kesilini dinar şerbeti, erki kasine, erki bediyan, buzuri şerbeti mevcuni dibildiver ditkan Uygur tıbabetinin cigerge payda kıtkan doğrularıyla davaladık. Davalagandan biz pulunu doğru işlettik. Doktorlar onu bu kesel kuşluk yemesi olmaydı da goş elip çorp sepperdi. Şununla aldı 3 adam öldü. Aşkısında. Bizden bir adam ölmedi hem sakaydı. Sakaygandan keyin Uygur tıbabetini Xota vilayetlik hükümetten Abdunurayın'a yerden merkezge haber kılıp andın bu tibabetine resmi bunun ki tanaytışke bir Türkçülük rol oynadı demdi o. Demek biz bir yerde yukumluk keselliklerini mu tipler meyli tarifleşen kesellik olsun, yukumluk kesellik olsun, adetki sözümlü karakteri kesellikler olsun, aşını rol oynap kelgen. Mesela men bilitkan 1940-yılı nime 37-yılı Kaşgar'ınki şu nimede yani Angliya konsulxanası varken Kaşgar şehirçide. Angliya konsulxanası garip tibabından takip üçün aş konsulxanıga doktor teklif qilib kelib Uygurluğunun kesilini ko'rganken. Uluğa sütülen şikayet demlep süt çay birken kesel ko'rsatkili kelganligi. Ammo bu din tashviq etganda keyin Qashqardagi ulamalar o'qib kelib uni din tashviq qildi deb uni haydab chiqarib ketgan shu din tashviq etgan doktorlarni. Endi demak shu chaqda g'arb tibobati bizning nimamizga vatanimizga kirgan vaqti shu. Ondan keyin 50-yilga kelib turganda bizning viloyat doktorxonadami 50 mi karvat yo'q. Abduqadir Hacim deydigan bir adam doktorda. Anqıçı biz g'arb tibobatini bizim milletimiz ko'maklik ham bilmaydi. Demek 50-yilga kelguncha, 40-yilga kelguncha bütün insoniyatning ishidagi Uyg'urlarning sog'lomlik ishlarini, kasallikni oldini olish, davolash ishlarini mushu Uyg'ur tibobati qilib kelgan, ham mushu hududdan chiqib kelgan shu ishninki. Demek bu yerda biz yuqumli kasal bo'lsa davolab keldik. Mushu yerda virusdan bu mushu qitimki virusda biz ilmiy jamiyat nomidan bir guruh tashkillab mushu qitimki koronavirusiga doğru ishlab chiqardik. Biz Uyg'urlarni asos qilib, Türklarni qo'shimcha qilib davoladik. Türklarni bizning davrimizni ichib, hozirgacha bizga taqdirnoma keldi. Men doktorxonaga borgan bo'lsam, eg'irlashib ketmankan, mening paloni eg'irladi, tibobat dorisi ichib men yaxshi bo'ldim deb. Demak, biz mushu
yuqumli kasalnimi, hozirgi davolayotgan kasallarimizni bunda taraqqiy qilgan holatdami Uyg'ur tabobati o'zininki vazifasini to'liq ado qilib keldi ilgirmi, hozirmi kelmoqda. O'simlik nima, o'sma kasalliklarini davolayapmiz, böbrek taş kasalliklarini davolayapmiz, mushu korona qatorliq öpke kasalliklari, zukam, odatdagi zukam, undan keyin og'ir holatdagi mushu yuqori qon bosim, yurak kasalliklari, yurak tomirlar to'silib qolgan kasalliklarga vatandami do'rimiz foyda qilgan, nishadimi foyda qilyotdi. Yani hozirmi itib qolmay doktorxonalarimizdan iqtisodiy jihatdan qiynalib qolmay minishimizda Doğrumuzdaki hem Uyghur tababetininki şu siz degan sualdaki rolunun joriy bo'lganligini shu isbotlab turdi demoqchi men endi. Ko'p rahmat. To'g'ri dedingiz shu. Uyg'ur bu milliy tabobetiniki nurg'un jihatdan alohidligi bor. Cho'ng og'ir kasallarnimi endi siz amaliy misollar bilan so'zlab berdingiz. Ovozingiz chiqmadi. Ovozingizni anlamadim. Ovoz yo'qmi? Ovoz yo'qmi? Hozircha endi. Ya chiqmadi yana. Ovoz chiqmadi. Ovozim anglanmayapti-da? Yo'q. Ko'rayotganlar. Kamda ovoz. Ya men isib qo'ydimmi uni? Shundaqmi? Mening ovozim ochiqda qilyapti-da, mencha. Ovozingiz kamida. Yo'q. Ovozim endi-chi? Yo'q. Kamida. Ovoz yo'q. Ovoz yo'qmi? Allah. Ko'rayotganlardan bir mesaj yozsanglarki, ovozim kelyapti. Yo'q. Men anglamay qoldim. Ha. Ovoz chataq bo'ldi. Mening telefonim itib qoldimi? Yo'q, itib qolmagan bo'lmasa. Ha deydi, bizni ko'rayotganlar bor emas, mening ovozim borki. Sizning telefonda bir chataq bo'ldimi? Ovozga rahmat. Javob yozganlar. Ha. Anlamadim. Nima shunday bo'ldi? Ovozni anglamay qoldim. Boshqalar anglayotdi, sizga nima shunday bo'lgandi? Ovoz chataq bo'ldimi? Yo'q, anlamadim, yo'q. Yo'q, bu ovoz butunlay yo'qolib ketdimi? Telefonim ovozbek bo'shib qoldimi ya? Yo'q. Chataq bo'ldi bu. Bu chataq bo'ldi. Haqiqatan anglamasak qanaqa qilamiz? Ovoz bor deyotdi boshqalar. Hurmatli ko'ruvchilar, endi ovoz biroz chataq bo'lib qoldi. Milliy tabobatni so'zlashayotgandik. Mutallib efendi mening ovozimni faqat anglamayotdi. Mening ovozim yaxshi, ammo Mutallib efendimga bormayotdi. Telefonning ovozini biroz yuksak nim qilib baqsangiz, yuqori ko'tarib baqsangiz telefonning ovozini. Yoki bir qitim chiqib kirib baqsangiz qanday bo'ldiki? Gapimni anglamagan ekan. Endi keldimi ovozim? Allah, chiqmadi bu. Chiqmadi hamda. Suvayni chaqirgan, nima qilsan? Yo'q. Mesela Muhammed chaqirib keldi. Telefonda. Sizning ovozingiz mana shunday yaxshi kelyapti. Haqiqatan chataq bo'ldi. Bo'lmadi mash. Bizde sistemdan chiqqan milliy tabobitimiz bor. Hurmatli ko'ruvchilar, nayt yaxshi ma'lumotlarni beryapti Mutallib afandim. Hozir endi tadqiqot ahvolini so'ramoqchidim. Yaqinqi yillardan buyon qanday tadqiqot ahvollari bor deb. Ben sizga unda bo'lsa telefondan mesaj yozay. Telefoningiz qarang. Telefonda. Taqilgan bo'ldik. Bilak kimdam bu. Telefon qarasangiz, telefonim qaramaydi. Telefonni kirayotsizmi deyman? Kechiringlar ko'ruvchilar, bir
Yo'q, torba bo'lmasa. Torba, torba. Aleykümselam. Bu mao nimlab qoldi, qaram. Chiqmay qoldi ya. Ovoz yo'q. Ovoz chiqmayotdi. Mening ovozim kamayotdi sizlarga, bormayotdi. Chiqmayotdi ovoz. Yana chiqmadi. Ovozdan javob bo'lmasa, yana bilak kam to'qiya. Boshqadan. Assalomu alaykum. Bizning ovoz bera olmayman. Bizning ovoz yaxshi, ovozimiz yaxshi sizni. Sizning yo'q, kamidi. To'xtab qoldi. Kamidi. Telefon qarasizlar, telefonga. Telefon qarang, telefonga. Telefonga yozdim. Ha? Ha. Kamideymi? Ha. Ha, assalomu alaykum. Alaykumsalom. Davos men gapimni men uqolmay. Men yozdim, temalarni yozdim. Nimaga asosan javob beray? Ma'qul. Savolni men anlayolmadim. Endi men qilgan tayyorlik asosan gap qilay. Endi bizning Uyg'ur tibobati aslida Uyg'urlarninki madaniyat tarixidagi bir go'har yoki madaniyatiniki ayrılmaz bir qismi bu. Yani Uyghur medeniyetinki ayrılmaz bir kısmı. Hem de bununki yukarıda degandek paydo bo'lish tarixi, undan taraqqiy qilish tarixi, hem de hozirgi zaman holati bilan bevosita munosabatlik bir ahvol bor. Men uni qisqa izohlab o'tay. Hem de biz hozirgi Uyg'ur tibobatining hozirgi xalqarodagi shu chet elda biz yashayapmiz, hem de muhojiratdagi hozirgi ahvoli yuqori saviyada deb qarayman men. Chunki nima qanday deysizlar deganda chet ellarda biz yuqorida deganga o'xshash 1940-yili bu g'arb tibobati umumlashishga boshladi. G'arb tibobati umumlashishga boshlagandan keyin butun dunyoda o'zining an'anaviy tibobati burunmi botdi, ular chekladi yoki taraqqiy qildirmadi. Yoki uni kamsitdi endi, mundaqcha aytsak, kamsitdi. Buni bilan unutib ketdi. Bizning ayada qanday oldi desa, biz u yerda g'arb tibobati kelgandan keyin umumlashgandan keyin Uyg'ur tibobati Jungi tibobatining muhim tarkibiy qismi deb Xitoy hukumati uningga shu destek verdi. 1952-yili destek verdi. Uningdan keyin Uyg'urlar birlashib turib, anda shaxsiy xususiy egilikdagi Uyg'ur tibobat yoki davolash o'rinlarini qursa, u chaqda kapitalizm yo'liga mangan bo'ladi. Ammo birlashib turib Uyg'ur tibobat ambulatoriyasi qursa, Uyg'ur tibobat deyilmaglardi vaqtida milliy tibobat deyildi. Milliy tibobat ambulatoriyasi quruldi. Ammo hukumatga biz Uyg'ur tibobati Jungi tibobatining muhim tarkibiy qismi deb siyosatdan unumli foydalangan Uyg'urlar. Şu hesapta şu yukarıda ismini tilga olgan mesela Abdullah Damullah Mevlevi deb Mevlevi Hasan Damullah Abdülkerim Hacim deganga o'xshash Abdülkerim Hacim Bug'ra qatorliq Hindistonda o'qib kelgan, Hindistondagi Bombaydagi Lucknow universitetida o'qib kelgan tiplarimiz bor shu vaqtida.
Tudu Mehmet Ahunum, İminiz Ahunum, Hoca Bahavuddin Hacim, Ali Hacim Kurban Niyaz Katarlık, Abdülhamit Yusuf Katarlık, muşu nimide şu vaqtida ata-bobolardan ügengen, ata-anasından ügengen dağlık tiplimi var. Bundan 18 kişi birleşip 55. yılı şu Xotan şehirde Yeni Yol Uygur Tibabet doktorxanası yine Milli Tibabet doktorxanası kurup ular şu Cumhuriyet Tibabet'nin mühim terkibi kısmı dep turup hususi ilgilikte özü tapqan puldan özü maaş taqitib muşundaq bir doktorxana kurgan. Men nimani o'qib chiqib o'ttir maktabni chiniq chiqdim deb ularninki aşı sepga qo'shilgan bo'ldim. 75 yilga kelgan vaqtida 1975 yilga kelgan vaqtida Seyfiddin efendim o'sha Abdulmurodninki raisi ham shujisi shu vaqtida Xotanga kelib mushu tabiblarda davolangan bo'ldi. Uning kesili yaxshilangandan keyin 75 yili 4-oyda Qashqa Xotan Ürümchida 50 karvatlıqdan Uygur Tibabet doktorxanası kurup devlet ilgiligiga o'tkazayotgan o'qituvchi chiqdi. Qizilbash xo'ja chiqdi. Shuningdan biz shu doktor birlashma ambulatoriyada ishlayotganlar hozirgi Xotanlik Uygur Tibabet doktorxonasini o'rniga chiqib, shu yerda qurilish qilib, shu yerda ish boshlagan bo'ldik. Hamda u vaqtida shu 36 odam chiqdik. Undan keyin erga chiqib bo'lgandan keyin Lobdin Tudajimni o'g'li Abdug'ofur Hajim bilan birga, Keriyadin Ahmet Hajimni qizi Xalchamxon Hajim bilan birga, Lobdin Avlura xonimni Siraj Ahmet Hajim bilan birga, Qarqashdan Elsar Hajimni Mo'ydin Hajim bilan, Qarqashdan Mehmet Emin Damullam, Tuzlu To'xta Hajim degan qatorliq nurg'un tiyiplarni shu chog'dagi danglik tiyiplarni Xotay viloyatining har qaysi noyalarida shaharlardan shu doktorxonaga akib jamladi. Endi men bu gapni nima bu yerga deyapman? Qarindoshlar desak, biz hozir Uyg'ur tibobatiningki xalqarodagi o'rnini bilishimiz kerak. O'rnini bilmaganda biz uni qadrlashni bilmaymiz. Endi biz shu ilgirki ustozlar mayli chet elda o'qigan, chet elda ilm olganlarmi bor. Shu vatanda odamiy islomdan tortib avloddan avlodga davomlashib kelgan tibobat ustozlari danglik tiplimi bor. Holatda bir qo'shin 75 yili 10-oyda Xotay viloyatlik Uyg'ur Tibabet doktorxonasi hozir o'rnida jamlandi demak. Endi bular aslida hozir o'ylasam men hozir shu 75 yil bo'lsa hayoti 45 yil bo'ldi qanunga. 45 yil ilgirdan tortib kelayotgan Uyg'ur tibabetining go'harga bag'isiz ulamo ustozlarining bir yerga tarixdan birinchi qitim jamlanishi ekan. Shu. Endi u jamlangan vaqtida birinchidan ular kisel davolashda belgega tushdi. Hammasi o'zining alaydiga asosan o'zi qaysi kasalga usta bo'lsa shu kasalni shu o'zi davoladi. Hem saqaydi, uning reseptlari o'tirg'i chiqdi, tekshirish usullari o'tirg'i chiqdi. Bizga o'xshash shogirdlarni nihoyat yaxshi yetishtirib chiqdi. Undan keyin bu Uyg'ur tibobatining ularda nima chiqqanda men boshdagi shaman dini, Budda dinininki aqidalarini Uyg'urlar shu butqa badim deb birib o'zining bilgan oltinga bag'is tajribalarini idishga soldi dedim. Ondan keyin rattab kitob qildi dedim. Ondan keyin hozirgidek bir ustozni bir yerga yig'ilib, uni bir kinki avlodlarga o'qitdi dedim. Bu vaqtda o'zida xalqaro qanday o'laqliq desanglar, xalqaroda anaviy tibobat unutib, faqat undan yiroqlashib, g'arb tibobati hammani hal qila oladi. Musha hozirgi zaman medisinasi hamma ishga bulaydigan bir tibobat endi to'tay bo'lib ketdi degan bir vaqt qo'dil keldi. Endi mushunda vaqtda ash ustozlar hamma nahiye, hamma shaharlardan bir yerga jam bo'lgan bir holatdagi medisina yig'ildi bir yerga. Yani Uyg'ur tibobati jamlandi degan gap. Endi mushu vaqtda biz ashada bo'lganimiz bizga o'xshash bir qancha 100 o'quvchininki shulning qo'lda tarbiyalanganiga bizdan aytib faxrlanyapmiz ham hozir. Chunki uninki ichida shunda xalqaroda e'tirof qilinganlarmi bor, xalq e'tirof qilganlarmi bor. Har xil dorilarni nima qilgan, zaharsizlantirgan, zaharlik dorilarni ishlatayotgan tabiblarimizmi bor. Mushunda bir holatda biz Uyg'ur tibobatini topshirib olgan bo'ldik. Undan keyin bu ish davomli bo'laverib, her kasallik saqaydi. Ondan keyin zo'ri
kıyınçılık oldu. Doğru andan keyin terip östürtkan. Doğru bazıları barlık geldi. Dihallar doğru ne kanda terimizde sorap ügünüp o doğru bazıları ne doğru etizlerinde tasdik kılgan oldu. Onun için bazar şekillendi otende. Uygur tibabet doğru bazarı. Doğrunun ki top saat takış bazarı. Onun için onu işlep çıkartkan paça hususi ilgilikteki teyipler payda oldu. Doğrugerler payda oldu. Onun için o hotendin an ürümçe kaşka aksu kuşağı yapıp satıtkan hem yerden edem gelip hotendi ügün ütkan doğrugerlik kısmına, davalaş kısmına onun için ügün ütka iş çıktı. Onun için Uygur tibabet adi teknikumunu kuruş ne? Aşı halkın ki ihtiyacı onu takaza kıldı. Andın hükümet Uygur Tibabet Ali Teknikumunu 87 yılı kurup okuğucu kubul kılıp okuş başladı. Hem de şunun tatip ta hazırlık hikayesi bu aralıkta aslında ders kitaplar barlığı geldi, doktorxanalar taraf kuruldu. O vatanımızda Uygur Tibabet viviskisi açılgan, Uygur Tibabetçilik doktorxanası dep hükümet tarafından viviski açılgan doktorxanadan hazır 87 tane burunda 84 nayininki 87'de menbavakta Uygur Tibabet doktorxanası vardı. Her birde en aldı 800 karavat yani 800 hadim işletken mesela Abdülmalik Uygur Tibabet doktorxanası 800 adam işleydi. Bizim Xotay vilayet Uygur Tibabet doktorxanası şu çağda 200 adam işletdi. 200 doktor sestra olap. Hem de hazır kanda olduk muduk. Demek 87 Uygur Tibabet doktorxanası hemmesi karvat var. Kuzup kisal davalaydıgan devlet iyiligideki doktorxana. Onun da Doruzavutu var. Aşında hazır kadar Uygur Tibabet okup gelgen balını terbiyeleş bazıları var. Onun başka Halmurat Kopur başçılığı da Uygur Tibabet tetkikat ornu var. Andınkin Uygur Tibabetçilik doğrugerlik zavutları var. Uygur Tibabet halkaralık yığılları Ürümçi'de bir kanç kısım açıldı. Kazakistan'da açıldı, Özbekistan'da açıldı, hatta Hindistan'da da açıldı. Bizim Uygur Tibabet hadimleri aşağı berip yığınga katnaştı. Ben bu insan görüp yığın katnaştım. Demek bir yerde biz halkaradı mı? İnavet ilgi olgan bu ne mi o? Vatanımızda mı halkın itiraf kılışına erişken hem iqtisadi ünüm yaratkan doğrugerlik bazılarımız var, tatkikat oralarımız var. Onun için jurnal yani bizim mektepte Uygur Tibabetçilik ilmi jurnalı, onun için Abdülmalik Uygur Tibabet tatkikat ornudan Uygur Tibabetçilik jurnalı, jurnallar çıkarılgan, tatkikat ornu olgan, onun için kitaplarımız tercüme kılıngan. Mesela klasik eserlerimizden Uygur Tibabetçilik klasik eserlerde 20 yakın klasik eser tercüme kılındı. Onun başka Uygur Tibabet dersliklerden 40'tan artık derslik kitap neşr kılıngan oldu. Anından keyin Uygur Tibabet ilmi savatları, Uygur Tibabet kamusu katarlık kitaplar olup 600 parçadan artık kitap neşr kılındı. Demek bir yerde bir çoğun bir buruluş oldu hem de. Muşunun da buruluşka katnaşkan mesela Abdülhamit Yusuf Hacım, Sıraj Ahmet Hacım, Hebibullah Hacım, Abdülhamit Muhammedi degen katarlıkla şu mektepki çıkıp eşyat işlep, nurgun okuğuçunu terbiyelep, muş 30 yıl içinde 29.500. Ben bir şeyin gelip çıkan vaxtıda 2016 yılda 29.500 okuğuçu bizim mektepte okuş bitirip çıkıp çıkan. Bular şu vatanımızın her kaç yerlerde Uygur Tibabetiyle şoğullanıp kilovatkan. Onun başka Canşi'de biz Uygur Tibabetçilik davalaş kesbi açtık. 5 yıl. O da her yılı 40'tan bana kabul kıldık o yaga. Şu Hotel'den Canşi görüp ders ötep geldi o kutuda. En o dinken Yeşilyan'ın içinde Uygur Tibabet İnstitütü kuruldu. Onun da ta hazırlıkça okuğuç kabul kılınıp kadimler, doğruger kadimlere, davalaş kadimleri yetiştirip çıkarılmakta. Demek bir yerde vatanımızda davalaş, maarif, tatkikat ve doğru çıkarıp işlep çıkarış katarlık yürüşleşken bir haletteki halkaradı çenip kalmaytkan bir haletteki bir tibabet sistemisi barlık geldi. Onu başkurtkan, mesela doğrularımızı başkurtkan, davalaş doğrularımızı başkurtkan ölçem durguzuldu hükümet tarafından. Yine onun ölçümü var, tatkikat ornu var, doktorxanası var, doğrugerlik var, mektubu var, ders kitabı var. Bir haletteki mükemmel bir sistema şekillendi. Biz halkara yığılığa katnaşkanda okugan makalelerimizde biz halkarada çenip kaldık. Hatta Ürümçi'ninki köylünün Bingöl'de 2003 yılı Halkaralık Uygur Tibabet
muhakeme yig'ini ochildi. Shu yerga İran'dan bir adam kelibdi ekan. O'zbekistondan yeni bir adam kelibdi ekan. Muhammad deydi o adam. O İran'dan kelgan adam dediki, Fars tilida so'zlaydi o. Uni shu o'zbekcha bir adam tarjima qilib berdi. Endi men moya kelgandan keyin doktorxonani ko'rdim, maktabni ko'rdim, ders kitoblarini ko'rdim. Bu muhokama yig'inida qatnashdim. Men shuni deymanki, dunyoda har qanday bir kishi an'anaviy tabobatni o'rganmoqchi bo'lsa, Urumchiga kelsin deyishadi. Debdi hamma bilan chavaqchab ketdik. Biz uni ovozga ilib bu gapni. O vaqtda o'zbek adamlar dedi deb, bu Uyg'urlar Ibn Sino tabobatini varislikla qolmay taraqqiy qilibdi bir daraja deb shunda dedi. Hem bu yerga kelib o'rganishni targ'ibot qildi dedi. Biz uni ovozga olib maktabda o'quvchilik qo'yib berdik. Meni shunda xalqarodan kelganlar bizga yuqori baho berdi. Uyg'ur tabobatini taraqqiy qilganligini bildirdi dedi. Endi men bu yerda nima demoqchi qarindoshlar? Xalqaroda biz nima demoqchi desak, bizning tabobatimiz odatdagi holatdan o'tib ketdi. Bizning tibabatimizni tadqiq qilgan boshqa odam ketmaydi. O'zimiz tadqiq qilmasak, u boshqa odamlar hozir bizning Uyg'urdan boshqalar qanday holatda desanglar, Uyg'ur tibati o'rganish holatida. Biz u o'rganish holatida o'tib ketdik. Uni biz shu tadqiqot qilgan holatda, xalqaro tunishtirgan holatda buni kam varis qilish, taraqqiy qilish holatida biz hozir. Endi buni bizning hozirgi muhojiratdagi Uyg'urlar, ziyolilar, ulamolar mushu alaylikimizni tunish kerak. Men shuni demoqchi ekanman, shuni demoqchi, Uyg'ur tibobati xalqaroda chinib qotgan holatda emas, ilg'or holatda desam, nimishqa degan savol chiqishi mumkin. Biz o'ylab baqaylik, bu tibobat bizlar ta bugungi kunga kelguncha bir kunni uzib qolmay tarixda birisi varislik qilish asosida taraqqiy qildirib kelgan tursa, xalqaro oliqda 100 yillarcha uzilib qolsa, biz yine oldida olmay qanday yo'lda olmoqchi endi. Ana shunga men buni demoqchi ekanki, biz muhojiratda Uyg'urlar hozir qirg'ida ba'zi ishlab olmay, atoliyada ishlayotdi, qora ishlar qilyotdi. Endi shu odamlar o'zi qirib qolgan bo'lsa-mu, hech bo'lmasa balavoqsiz o'g'itib buni, mushuni varis qilib, buni taraqqiy qildirib, xalqaroga tunishtirsak, xalqaroga tunishsak demoqchiman. Endi nimishqanda deymiz deganda, biz hozirgi eng xavfli bir xiris, mayli ziyolilarimizning, ulamolarımızın hammamiz birlikka kelgan bir xiris nima desa, Uyg'urning yo'qolishi, yo'qolib ketishi. Biz yo'qolib ketamizmi degan andisha hammamizda bor. Chunki vatanda tilni yo'qotdi. O örf odatimizni yo'qotish uchun har xil uni sharhlasakmi, hammamiz bilamiz, ishkirga aketyotdi, u yerdan uni o'rniga aketyotdi, o'ltiryotdi, sulayotdi. Bu gaplarni biz deyish hojatsiz. Agar mavjud bor odamlarning kallasini yana menasidan qitqini bir qanday qilib bo'ldi endi. Demak, biz xalqarodagi obrazimizni saqlab qolmasak, Uyg'urligimizni saqlab qolmasak, Uyg'urlar yo'qolib qolish ehtimoli bor. Endi bir millatning yo'qolish uchun qanday qilsa saqlab qolg'ili bo'ladi desa, millat o'zini o'zi saqlab qoladi, bilak bekim saqlab qolmaydi. Oldindan biz tilimizni saqlab qolishimiz kerak. Endi tilni saqlab qolish, millatni saqlab qolish uchun mushu millatda bir faxrlangudak bir narsa bo'lishi kerak. Bizni faxrlangudak har qayda bo'lsa bir ustoz beyken, Yusuf Hojib, Mahmud Qashqari deb, shu Qutad Qiblik Turkistonlar divoni deb, shuning egisi biz, shu odamning shuning balavoqalari biz, bizning ajdodlarimiz shu. Shuningdan faxrlanib hozirga keldik. Endi yana mo saqlab qolgudak, faxrlangudak bir narsamiz bo'lmasa, millat u faxrlangudak narsa bo'lmagandan keyin millat o'zidan numus qilib, onundan keyin buning asli masliya bo'lib ketishi, dislimasiya bo'lib ketishi tezishi vaqtida. Biz o'zimiz asmasiya qilibmiz vaqtida. Chunki bu millatningki bir men palon etdim degudek bir alaylik bo'lmasa bo'lmaydi. Demak, alaylikning hammasi Uyg'ur tibobatida demakchi emas. Har sohada bor. Ammo bu bir Uyg'ur madaniyatiningki ayrılmaz bir qismi bo'lgandan keyin buni taraqqiy qildirishga, buning varislik qilishga, buni xalqaroga tunishtirishga hammamiz birlikda harakat qilmasak, bu millatning tibobati, mening tibobatim emas. Bu millatningki boyligi bu. Bu boylikni hammamiz qadrini bilib,
bunu xalqarada çenip qalmayotgan şu holatda bu yine bir neçe 10 yıl ötse bizden başkalarga ötep ketip an ulu taraqqiy qildirib bo'lgan chaqda biz bu fursatni ketkizib qo'ygan bo'lamiz. Hozirgidek biz üstünlükli chaqda buni xalqaraga tunishtirgan, uningga varis tarbiyalayotgan, uningga varis o'tgan, uni taraqqiy qildirgan mush ishqa hammamiz birlikda harakat qilsak demakchi. Bo'lmasa ishonmasangiz tekshirib bakinglar qarindoshlar. Uyghur tibabeti hazır Türkiye'de biz aşı 8 qara, 7 qara Uyghur terbiyeledik, 2 qara Türk terbiyeledik dedik. Muş Türklümü, muş tibabet ügensek de keldi beni yanıma. Kelgen çıkıdı ben o Türkçem yaxşı emas, siz Türkçe ügünüp gideyin dedim. Değil mi? Uygurca ügünüp gideyin dedim. Yeni kelgen vaxtımda. Ondan keyin ulu biri Konya'da Abdülahad Udun deb bir kişi var. Dernekten başlığı. Konya'daki. Aşınından aylık 3 aylıkıga 1000 lira adım pul tülep 3 ay Uygurca ügendi ular. 30 adam Uygurca ügendi. O tibabet ügenmekçi ular. Yeni bir ayal var müzayir hakkında nimede torcu söz etkan. O ayal ben Uygur tibabetini ügendim, Uygur'dan deydi aşı. Tordulam çıkıp. Sen kanda ügendin oldun dese Uygurca ügenip kelgin depti. Uygurca ügenip desem adam zapanmay bir ayalın balası bekledim. O ayal balası beklegenimden menciska Uygurca götüp koydu. An ügendim devattıdı. Benim muşunda gepler bu altını belgisiz gepler. Biz bu tibabetini başkalığa beğenmeyimiz demedik. Biz beğenmeyitkan hayalimiz yok. Bilmiz. Çünkü o tibabet bizden lan emez halkara ki bütün insaniyet dünyasının sağlamlık için hizmet kılış gerek. Ama biz tarihimizde yazıp anbersek demekçi ben. Biz Uygur'un mıydı, alaylıki mıydı, 2020 yılı kelgende ya 2016 yılı kelgende muşlar çok bir köçüş olap, köçke çıkan Uygurlar çet ellerde Uygur tibabetini başka milletlerle tunuştuğan. Çünkü bula tarihte bir gün üzüp kalmay, terakki kılgan tibabetini halkaradaki eneni tibabetinin ki varlık geliş için koşkan, yani halkaraga belgelen diyen manda bir tarihini yazılıp andın kim bersek demek. Onun için kaynak kılıç lazım degende biz aldı bilen Uygurlarını terbiyeleşimiz gerek. Ben çoğu baştan tartıp ben Türkçe bilmeyim deyip durup Uygur terbiyeledim. Hazır kelgici. Hazır mı yine Uygur'unu terbiyelemekçi ben. Ben internette ders ötütme bunun enkenemde. Kitap uzadım yazıtma onu çıkartma. Ama bu yalnız kılıtkan işemezken bu. Muşunda yukur nemedeki iktisadı var, ilmi var, teşkilatı var bir yanın ki bizi destekleşi lazımken. Bunu yalnız davlat karşılamazken. Hazır hem de biz en zor teşkilatı göz kılvatımız. Mesela bir taraftan ders ütüvatımız, bir taraftan resmini tadqiq qilib, onun en yaxşı payda qılgan resmini biz o yasap çıkıp kiselliklerge birip sınav kılvatımız. Hem onu bu chet ellerimiz sınavdan ötken bir munca resmlerimiz barlığı geldi. Çünkü biz ayet resmini aynen kullanıldı desek bir kança kıyınçılık yo'qdik. Birincisi kesellikning mizacı, yurtning havası o'xshamaganlikdan bizning tibabetde yurtning havası, keselning mizacı, aşağıdaki kişilerinki örpü adetliğe asasen davalaş elip beriş prensipimiz var bizden. Onu biz mağluğa işletiş için bir muncha tadqiqotini ishlashga to'g'ri ketgan. Onu ishlab birga apadik. Durumumuz keselligi payda qildi. Türkligi payda qildi. Yevropa, Amerikadan kelgan keselligi payda qildi. Payda qilgandan keyin bizning bu tibabetchilik bilan shug'ullangan tabiplarimiz, durgarlarimiz iqtisodiy jihatdan yuksaldi. Uni ko'rgan birmuncha yoshlar buni o'rganishga harakat qilyapti, tirishchilik ko'rsatyapti. Ammo yetarli emas. Az. Sanımız bek az. Ama hem Uygur tibabet öğrenip, muşu tibabeti bütün dünyaya aprip hem iktisadi kerimge erişsek, hem bunu teşvik kılıp Uygur'unu tunuşsak, bu erzitti bu. Çünkü azlık kımaydı yani çoğu. Biz vatanda Tungallar'ınki tamakhanısından tamak yittik. Bu Tungallar ne olsa aşkhana açıtkan, tamakka ustad etkan bir namı milletke aylangan. Biz mi tibabet milletkan milletke aylansak nemesi yaman onunki. Hem de şunu ben aldığındaki karandaşlarımga şunu tavsiye kılmakçı. Bu Uygur tibabeti, Uygur milletininki medeniyet miraslarının içindeki baylık.
Uyghur medeniyetininki ayrılmaz bir kısmı. Çünkü bu 1940 yılgacha bo'lgan aralıkta Uygurlarning hem bütün dünyamız, insaniyet dünyasının sağlamlık işlerininki, saqlash işlerinin höddüsünü çıkıp kelgan. Hazır mı höddüsünü çıkıp kelyapti o? Hem çenip qalmaganligi buningki. Biz bunu taraqqiy qildirish, hem uni varis qilishga tegishlik, uni kuch qo'shashga tegishlik deb qarayman men. Hem yaşlarımızga hem şu ekran aldığı oltuğallığa deydiğinim muş tibabetke bire üzerine öğrenmesen balanını muşnunga atısan iken kardeşler bunu ügetsek muş arkalık dünyayı tanıştırsak. Mesela ben bir gapni yanıma kelgan dep koyay. Xotende Uygur baymen degende Uygur tibabetini ügünüş ve ügütüş dolkunu kozgaldı. Sizle bay degende 90 yıldan başlap. Hem de o ügünüş ve ügütüş dolkunu kozgalgandan bilen billa onu bazara açılgandan keyin iqtisadi yaratgandan keyin tiyipla odatdagi uyning ichida bo'lgan bo'lsa bozorga chiqdi. Bozorda bo'lgan bo'lsa yuqoriroq do'konga chiqdi. Yuqoriroq do'konda bo'lgan bo'lsa Oqsuqcha Urumchiga taraqqiy qildi. Undan keyin uning ketitqa adam soni ko'paydi. O o'rganuvchilarni qabul qilib, shuni bilan bu ügünüş dolquni barliq keldi. Ham bu o'rganib qoldi jiqolgandan keyin Xotendagi bozor uning to'chilik keldi. Shuningla Oqsuqchada do'kon ichish to'g'ri keldi. O do'konni ochgandan keyin xotellik bo'lsa, davolanayotgan bir ahvol shakllanib qoldi xalq ichida. Shuning bilan ular nima qildi desanglar, bilmaydigan xotellik bo'lsa-mu, men o'xshash menda xotancha talaffuzi so'zi qadamni opirib, do'konda o'tirg'izdi. U odam kasallik köyde darverdi, muyna ahvolmi bo'lgan hamda. Biz Urumchida mujni uçurduk. Çünkü xotelliklar biladi degan bir marka o'zicha biz unga harakat qilmasakmi yaratilib qoldi dedi. Endi mishadimi Uyg'ur bo'lmasa Turkning ochgan shu davolash o'rinligiga kirmaydigan bir ahvol shakllanishi mumkin. Bu ayadim bo'lgandan keyin bir qatim tarix o'tgandan keyin oldimizdan. Endi bizga hozir mana geleneksel tipga ruxsat olmoq tas, uni qilmoqimiz tas deb mushunda deb buni hukumat ruxsat vermasa qanday qilib o Mutallip hacim profesör invanı elip ayada oturup güzel köy bilen pulunu tapkını bilen biz ügengenimiz gibi bizim kolumuzu kilişki olmasa boğmaydığa işte aşına dep katken bula. Digen degen men ma vahbinin nameden üzemnin imzası koyup kinişte kattım ben okugallığa. Ma kiniştem yanlamen hemen sizleki guvaçı moju terbiyelenip neziriye cihetin miye geçe terbiyelendiğine kendine cihetin miye terbiyelendiğine de beğendim kinişteni. Benim üzemnin şahsi guvanamesi süpütü beğendim. Hem de bu tibabet çokum eğitimen, kesip eğitimen ki bütün dünyada bu tibabet umlaşıdır. Çünkü garip tibabetinin ki bu nemise ziyallık doğrularının ziyallık tesiri hemmedem ayan bulap kaldı. Hemmedem tabiatki kaytış, tabii dur dermeklerle davalanış arzusu bulavatı hazır. Hem onun üstüge ma koronavirüsü çıkıp anevi tibabeti yok milletle hicalet kaldı. Ma gapni rostdan desek kutu hijolat holatida qoldi. Shuning bilan toza bulanmay qolganda, doğru chiqmagan chaqda shu Hindistonda bir odam nimaning suydukini iching desa, qalin suydukini iching desa, shuni ichib baqqan millatlar chiqdi o'tirga. Demak, bu yerda qanday qilishni bilmaganda, chorasiz qolganda xato ishni qitqan bir odam shakllanib qolgan shu. Shunga buningdan keyin an'anaviy tibobati yo'q davlatlar, an'anaviy tibobati yo'q millatlar buni yurish qilishda chatoq yo'q. Men uni ishonmayman. Hem de çatak onun yürüyüş kaçancada kandakata desanlar bizim en yukarı seviyedeki haleti tutan Uygurlardan ügenmeye çare yok. Çaresiz kaldı bunun da. Onun için Uygurca kitaplarını tercüme kılışa başlayışı mümkün. Uygur kitapları hazır bir şey çıkıp oldu. Mesela Kutat kitapxanasında bizden aşağıda çıkan ben yukarıda tılgagan 600 parça kitabının içinden hiç bulmagan 150-200 parçası var. Hem de bu kitaplar tercüme kılınsa kandağı utken desanlar tarih betek yazmayı biz ümümüz tercüme kılıp atmayı onu tercüme kılsa hemmini bir bütün tercüme kılıp muşunda mesela Mehmut Nemi'ninki İmam-ı Kaşgari yazgan kitapken dep tercüme kılmayı onun bir yerden faydalanıp men yazdım dep çıkıp koyken yama yere çoğu şimdi men mani kıldım dep çıkıp koyken çıkıp koygandan keyin onundan keyin onu tercüme kılayda bir dernek yoki bir orun tercüme kılaydı ekelse bunun o kişi atılda
öz xodimlar tarafidan yozilganligini ko'rgan. Shunga ikki selishtirgan ekan, uning ağı tarjima qilgan odam, tanlab tarjima qilgan ekan, uning shu mag'zini olgan bo'lganda, shuning bilan bu kitob tarjima qilinmay qolib qolgan. Buni tarjima qilsak bozor topolmagudak desam uni ekan, nima desa deb tarjima qilmayotgan qolgan. Shuning bilan qolgan ekan, Uyg'urning uni asli qanday bo'ldi desanglar, nomsiz qahramon holatida yo'qotgan. Bizning masalan, bugungi nimamizda İslamiyet davriga o'tmadik. İslamiyetdan keyingi nimamizda İslamiyetdan keyingi Uyg'ur tibobat tarixida nurg'un ulamolar kitob yozdi. Masalan, Farabi'ninki 200 xildan ortiq kitob bor deb yozilgan. Ammo biz uning bir nechasini ko'rsakmi, chiqlarini biz bilmaymiz, ko'rmadik. Endi nahiyatda o'ganda bo'lsa desa, Farabining nomida yozilgan holatida tarjima bo'lib, xalqaro tunishtirilmagandan keyin, turk tillar divoniga qutatqiblik o'xshash xalqaro oshkorlanmagandan keyin, uningdan foydalangan odamlar, uni men andan foydalanib, yana tishim o'tgan, yana tarjima qildim, tishim o'tgan, yana ayda qoldirib qo'ydim demakka uni. Men yozdim degan. Shuni ular ashad qilib qilib 10 yıl qilib 50 yıl qilib unutilib qolgan. Shuni ular o kitob odatdagi narsaga aylanib ketib, shuni soni bor, jismi yo'q bir narsaga aylanib qolgan. Bizning bu shu Uyg'urning ishimi, hozir men o'ylab qoldim. Qahar Baratninki bir leksiyasida anladım. 300 page kitobni tarjima qilib olsak, Uyg'ur yo'qolmaydi degan bir mazmun hozir esimda bor. Endi tarjima qilamtimiz, Uyg'ur o'zi yozganini qaraatxona qurib bir yerga salamtimiz, ya unimi xalqaro tarjima qilib oshkorlamtimiz, nima qilsak qilib, Uyg'urninki 80-yildan 2016-yilga kelgacha bo'lgan oraliqdagi oltin davrining, yeni bir oltin davrini biz namoyon qilishimiz kerak ekan. Chunki bunda davrning kelishi uchun yeni 100 yillarcha vaqt ketadi. Bunda yaramli odamning chiqishiga, Uyg'urlar ishdan chiqqan bunda yaramli odamning yeni chiqishiga bakjiq vaqt ketgan. Buni unutilib qolsa, undan keyin biz odatdagi millat qatoriga faxrlanadigan bir narsamiz yo'q. Vaqtida millatni o'zimizmi o'zgartgida qayishib qolamiz vaqtida. Chunki avlodlarimiz o'zining millati Uyg'ur degan nomus qilgan bir holatga kelib qoldi. Shunga masalan Farabi, Abu Reyhan Buyruni, Abu Ali ibn Sina, Imamuddin Qashqari, Jamoliddin, Muhammad Xotani deganga o'xshash nurg'un ulamolarimiz, hatto yaganga Yusan Tajalli qatorliqlar bu kitobni yozib, dunyoga mashhur kitobni yozib, dunyo medinasiga deylamdi. Yana dunyo an'anaviy tibobatiga has qo'shdi. Endi an'anaviy tibobat asosida hozirgi g'arib tibobati borliqqa keldi. Demak, meditsinaga to'p qo'shganlar bo'lib hisoblanadi bular. Endi bizning bu shu hozirgidek yuqori martabaga ega bo'lgan, yuqori saviyaga ega bo'lgan bir tibobatimizni bir yuqori ko'tarib, buni bir cho'qchaytib chiqib, bir tarix betiga yozib olasak deydigan umiddaman. Mening demoqchi bo'lganlarim bitta, xonim bilan bo'lgan orliqimiz uzib qilib, o xonim nimani o'yladi, men nimani dedim, men bilmay qoldim. Hozir men anlamayapman da ovozim. Desam foydaliq deb o'ylab dedim. Mening deyotganlarim bitta, yana ovozimiz chiqmagan bo'lsa, hamda qo'shishimiz qachon ekran oldida o'tirganligiga yana bir qatim Ramazon Alloh muborak bo'lsin. Hammangizga sog'lomlik tilayman. Ammo o qatim gapimiz chala qolgan bo'lsa, xonim Mahrat xonim agar chalolab qoldi falan bu narsani men so'moqchi edim, ya mening qo'sqonga fikkan narsani mavitdi, u chiqmay qoldi desa, yana bir qatim program o'tkazish fursatiga ega qila, shu chog'da deyib olamiz dedi. Hammalarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ramazon muborak bo'lsin. Rahmat, ko'p rahmat. Menga yana gaplarni tugatib oxirlashtiryapsiz. Yani ko'rishamiz Xudoyim bersa, ko'pchilikdan kechirim so'rayman. Haqiqatan teknologiyaga bek ishlab ketishmi to'g'ri emas. Bugun buni yana bir qatam ko'rdik. Lekin Uyg'ur tibobati haqida nihoyat qimmat fikrlarni berdi. Ko'pchilikdan kechirim so'rayman. Haqiqatan teknologiyaga bek ishlab ketishmi to'g'ri emas. Bugun buni yana bir qatam ovozim lekin o'chirasiz meni. Ovoz yo'q ketyapti. Mutalib efendim ötürmekten basıldı ki. Bizning aytdi qimmatli miroslarimiz birisi Uyg'ur tibobati haqiqatan Mutalib efendim deganga o'xshash
Eğer millet yo'qolib ketsa, buning hech birisini qo'g'dab qololmaymiz. Başta til yo'qolib ketsa zaten millet yo'qolib ketadi. Milletning ne tibobatini, ne dinini, ne tarixini, ne o'zini qo'g'dab qilishimiz mumkin emas. Qildigan ishlerimizning nihoyat nurg'un ekanligini his qildik. Haqiqatan qilish tegish ishlarimiz bor. Yoshlarga hamda vaziyat tushidi, ziyolilarga vaziyat tushidi. Beşimiz içimizga tiqib ketib olgan nurg'un ziyolilarimiz bor chet elda. Nurg'un yoshlarimiz bor yetishgan. Bularning hamda o'tirg'i chiqib, shu tibobat haqida bo'lsin, tarix haqida bo'lsin, nurg'un Uyg'urning yo'qolib ketayotgan milliy madaniyat haqida bo'lsin, o'zining qo'ldan keladigan töhfasini qo'shishga muhtoj biz. Hammalarninki ro'za eyinglarni yana bir qaytam tabriklayman. Xudoyim ish qilib huzurliq, bereketlik, yaxshi bir ro'za hayit o'tkazishimizga nasib qilsin. Bugun hamda yana bir qaytam kechirim so'rayman hammalardan. Ko'p rahmat, Mutallib efendimim, ko'p rahmat aytaman. Sizlarga ham ko'p rahmat aytaman. Yana bir qaytamliq akademiya suhbat programmasini ko'rishga milliy tibobat bilan, Uyg'ur tibobati bilan qilinglar. Ruhiy jihatdan va badan jihatdan sog'lomliginglarga diqqat qilinglar. Xudoyim omonat amsa. Xo'sh, ko'rishishga omon bo'linglar. Xo'sh, xudo